Assalomu alaykum qadrli Momoni hikoyalari kanali tinglovchilari. Inson ba'zan butun umr noto'g'ri dushmandan qochib yuradi. Haqiqiy xavf esa soya kabi uning ortidan jim ergashib keladi. Men portlashdan keyin havoga ko'tarilgan chang orasida turarkanman. Yuragim yana o'sha tanish vahimani his qildi. Ammo bu safar boshqacha edi. Chunki ilk marta men hamma narsaning faqat boshlanishida ekanimni tushunib borardim. Sarvinozning o'limi, Kamronning qurbonligi, Otabekning qaytishi, onam haqidagi yolg'onlar. Bularning bari kattaroq sirning faqat yuzasi edi. Timur deraza yoniga yugurdi va tashqariga qaradi. Uning yuzidagi rang bir zumda yo'qoldi. Ketishimiz kerak. Hozir, dedi u keskin ovozda. Men javob kutib turmadim. Chunki yo'lak tomondan kelayotgan qadam tovushlari tobora yaqinlashib borardi. Bu oddiy odamlarning yurishi emasdi. Tartibli, sovuq, bir xil ritmda, go'yo harakatlanayotgan mashina singari. Nilufar qo'limni mahkam ushlab oldi. Men uning qo'rquvini his qilardim. Ammo shu bilan birga ichimda g'alati qat'iyat ham uyg'onayotgan edi. Men endi qochib yurishni istamasdim. Men javoblarni xohlardim. Timur bizni binoning orqa qismidagi xizmat yo'lagiga boshladi. Yo'lak tor va qorong'i edi. Devorlarda eski elektr simlari osilib yotardi. U yerga kirganimiz zahoti orqamizda avtomat o'qlari yangradi. Metallga tekkan o'qlar uchqun sachratib yubordi. Nilufar baqirib yubordi. Men uni pastga tortdim. Yugur, dedim bor ovozim bilan. Biz yugurardik. Nafasimiz qisilib borardi. Qadamlarimiz aks sado berardi. Ammo eng dahshatlisi, ortimizdagi qadamlar ham to'xtamayotgandi. Ular yaqinlashardi. Juda tez yaqinlashardi. Nihoyat eski yuk liftiga yetib keldik. Timur tugmalarni bosdi. Hech narsa bo'lmadi. Yana bosdi. Lift o'lik edi. La'nat, dedi u tishini g'ijirlatib. Shu payt yo'lak oxirida qora siluetlar paydo bo'ldi. Ular o'nlab edi. Boshdan oyoq qora kiyimda. Yuzlari niqob bilan yopilgan. Va eng qo'rqinchlisi, ular qurol ko'tarmagandi. Men buni ko'rib hayron qoldim. Chunki avvalgi dushmanlar doim qurol ishlatardi. Bular esa bo'sh qo'l bilan kelayotgandi. Timur ularni ko'rishi bilan oqarib ketdi. Yo'q, dedi u pichirlab. Yo'q, ular emas. Men unga qaradim. Kim ular? Timurning javobi tanamdagi qonni muzlatdi. Ular odam emas. Men nima deyotganini tushunmadim. Lekin keyingi soniyada hammasi ayon bo'ldi. Oldinda kelayotgan niqobli kishi birdan devorga sakradi. Oddiy inson qila olmaydigan balandlikka. So'ng shipdan osilgan quvurlar ustida yugurib biz tomon otila boshladi. Nilufar dahshatdan qichqirib yubordi. Men esa ko'zlarimga ishonmadim. Bu mumkin emasdi. Ammo u kelardi. Insondan tezroq. Ancha tezroq. Timur yonidagi temir eshikni tepib ochdi. Ichkariga. Tez. Biz ichkariga otilib kirdik. Bu eski laboratoriyaga o'xshash xona edi. Chang bosgan uskunalar, zanglagan stollar, siniq monitorlar. Timur eshikni yopib ichkaridan qulfladi. Oradan bir soniya o'tib tashqaridan zarba yangradi. Temir eshik bukilib ketdi. Ikkinchi zarba. Ustki qismi ichkariga kirib keldi. Uchinchi zarba. Eshik yorilib ketdi. Men hayratdan qotib qolgandim. Chunki bunday kuch oddiy odamda bo'lishi mumkin emasdi. Timur xona burchagiga yugurdi va eski shkafni surdi. Uning ortida yashirin eshik paydo bo'ldi. Mana shu yer, dedi u shoshilib. Biz ichkariga tushdik. Tor beton zinapoya yer ostiga olib borardi. Eshik yopilishi bilan yuqoridan temirning uzilgan ovozi eshitildi. Ular laboratoriyaga kirgan edi. Qorong'i tunnel bo'ylab bir necha daqiqa yugurdik. Nihoyat katta yerosti zaliga chiqdik. Men atrofga qaradim va nafasim ichimga tushib ketdi. Chunki devorlar bo'ylab yuzlab suratlar osilgan edi.
Hammasida bitta odam. Men. Turli yoshda, turli joylarda. Bolaligimda maktabda, universitetda, hatto bir hafta oldin otamning dafn marosimida ham. Kimdir butun hayotim davomida meni kuzatib kelgan edi. Nilufar ham dahshatdan qotib qoldi. Timur esa boshini egdi. Endi tushunyapsanmi? Dedi u sekin. Sen hech qachon yashirinmagan ekansan. Ular seni doim kuzatgan. Men suratlarga tikilib turarkanman. Ko'zim devorning markazidagi katta rasmga tushdi. U boshqalardan farq qilardi. Rasmda yangi tug'ilgan 2 chaqaloq tasvirlangan edi. Men va Timur. Ammo rasmning pastki qismidagi yozuv yuragimni to'xtatib qo'ygandek bo'ldi. Loyiha egizaklar. Subyekt 17 va subyekt 18. Men bir necha soniya o'sha yozuvga tikilib qoldim. So'ng asta boshimni ko'tardim. Timur esa ko'zlarini yumdi. Nihoyat sen ham bilding, dedi u charchoq bilan. Biz hech qachon oddiy bolalar bo'lmaganmiz. Va aynan shu paytda zalning narigi tomonidagi ulkan ekran o'z-o'zidan yonib ketdi. Oqartirilgan tasvir paydo bo'ldi. Bir necha soniya shovqin eshitildi. So'ng ekranda bir ayolning yuzi ko'rindi. Men o'sha yuzni ko'rishim bilan oyoqlarim bo'shashib ketdi. Chunki bu Dilnoza opa edi. Yoki haqiqiy ism bilan aytganda, mening onam. U kameraga tikilib turardi. Ko'zlarida yosh bor edi. So'ng u lablarini qimirlatdi va shunday dedi. Agar siz bu yozuvni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak men allaqachon o'ldirilganman. Agar siz bu yozuvni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak men allaqachon o'ldirilganman. Bu so'zlar yerosti zalidagi sovuq havoni yanada muzlatib yubordi. Men ekranga tikilgancha qotib qoldim. Quloqlarimdagi barcha tovushlar uzoqlashib ketgandek edi. Go'yo butun dunyo yo'qolib, faqat onamning yuzi qolgan edi. Nilufar sekin yonimga yaqinlashdi. Ammo men uning harakatini ham sezmayotgandim. Ekrandagi ayol chuqur nafas oldi. Ko'zlaridagi yoshni artdi va davom etdi. Azizim, agar sen buni ko'rayotgan bo'lsang, demak ular seni topishga juda yaqin kelishgan. Balki allaqachon topishgandir. Lekin sen bilishing kerak bo'lgan haqiqat bor. Shunday haqiqatki, u sening butun hayotingni ostin-ustin qiladi. Men beixtiyor bir qadam oldinga yurdim. Yuragim qattiq urardi. Qo'rquvmi? Hayajonmi? Yoki yillar davomida izlangan javoblar nihoyat yaqinlashayotganning hissimi? O'zim ham bilmasdim. Ekrandagi tasvir biroz titradi. So'ng onamning ovozi yana eshitildi. Sen va Timur tasodifan tug'ilmagansizlar. Sizlar tajriba mahsulisizlar. Men ko'zlarimni katta ochdim. Timur esa boshini quyi soldi. Go'yo bu gaplarni avvaldan bilardi. Yillar oldin dunyoning eng maxfiy tashkilotlaridan biri inson imkoniyatlarini kengaytirish loyihasini boshlagan edi. Ular daholar yaratishni istashardi. Kuchliroq, tezroq, aqlliroq insonlarni. Ammo vaqt o'tishi bilan loyiha nazoratdan chiqdi. Tajribalar odamlarda kutilmagan o'zgarishlarni paydo qila boshladi. Ba'zilari vafot etdi. Ba'zilari esa inson bo'lib qolmadi. Shu yerda onamning ovozi titrab ketdi. Men ularning ichida ishlardim. Men bu dahshatni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men yuzlab begunoh bolalarning hayoti qanday vayron bo'lganini ko'rdim. Va oxirgi bosqichda sizlarni yaratishdi. Ekrandagi tasvir bir necha soniya jim qoldi. Men nafas olishni ham unutgandim. Sizlar eng muvaffaqiyatli tajriba edingizlar. Shuning uchun ular sizlarni yo'q qilishga jur'at eta olishmadi. Ular sizlarni kuzatishga qaror qilishdi. Yillar davomida har bir qadamingizni, har bir qaroringizni, har bir nafas olishingizni. Men orqamdagi yuzlab suratlarga qaradim. Va birdan hammasi ma'no kasb eta boshladi. Maktabdagi begona odamlar, ko'chada meni kuzatayotgandek tuyulgan nigohlar, tushunarsiz hodisalar. Bularning bari tasodif emas edi. Men kuzatuv ostida ulg'aygan ekanman. Onam davom etdi.
Ammo keyin kutilmagan voqea yuz berdi. Sen o'zgarishni boshlading. Men muzlab qoldim. O'zgarish? Qanday o'zgarish? Onamning ko'zlarida qo'rquv paydo bo'ldi. Ular hisoblay olmagan bir narsa yuz berdi. Sen boshqalardan ham kuchliroq bo'lib chiqding. Shuning uchun ular seni qo'lga kiritishni istashmoqda. Chunki sen ular yaratgan eng xavfli mavjudotsan. Nilufar dahshat bilan menga qaradi. Men esa nima deyishni bilmasdim. Bu gaplar aqlga sig'masdi. Ammo oxirgi kunlarda yuz bergan voqealar ham oddiy emasdi. Ba'zan men odamlardan tezroq harakat qilayotganimni sezganman. Ba'zan xavfni oldindan his qilganman. Lekin bularni tasodif deb o'ylagandim. Endi esa balki tasodif emasdir. Shu payt ekran ortida kuchli shovqin eshitildi. Onam qo'rqib ortiga qaradi. Kimdir eshikni buzishga urinayotgandek edi. Uning nafasi tezlashdi. Vaqtim kam, dedi u shoshilib. Shuni eslab qol. Argus markazi. Hamma javoblar o'sha yerda. Lekin ehtiyot bo'l. Chunki tashkilotning haqiqiy rahbari hali ham tirik. Va u seni o'z qo'liga kiritish uchun har narsaga tayyor. Men ekranga yanada yaqinlashdim. Kim u? Kim rahbar? Ayting. Onamning lablari qimirlagan paytda tasvir birdan titrab ketdi. Signal uzila boshladi. Men baqirib yubordim. Yo'q. To'xtamang. Ammo kech edi. Tasvir parchalanib ketayotgan edi. Faqat oxirgi soniyada onam bir ismni aytishga ulgurdi. Men bu ismni eshitishim bilan tanamdan sovuq ter chiqib ketdi. Chunki u aytgan ism men juda yaxshi biladigan odamga tegishli edi. Otabek. Bir necha soniya ichida ekran qorayib qoldi. Zalni o'lim sukunati qopladi. Nilufar menga qaradi. Timur menga qaradi. Men esa bo'shliqqa tikilib turardim. Chunki shu paytgacha dushman deb bilgan odamlarimning bari birdan ahamiyatsiz bo'lib qolgandi. Asl xavf esa butun vaqt davomida biz bilan yonma-yon yurgan edi. Va aynan shu lahzada yerosti zalining eng chekkasidan sekin qarsak ovozi yangradi. 1 marta, 2 marta, 3 marta. Biz uchovimiz bir vaqtning o'zida o'sha tomonga burildik. Zulmat ichidan bir odam chiqib kelayotgan edi. U kulardi. Juda xotirjam kulardi. Va uning yuzini ko'rganim zahoti yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki bu odam bir necha kun oldin mening ko'z o'ngimda halok bo'lgan deb hisoblangan Kamron edi. Tasavvur qiling. O'z ko'zingiz bilan o'lganini ko'rgan inson birdan qorong'ulik ichidan chiqib kelsa, siz nima qilardingiz? Men esa o'sha lahzada nafas olishni ham unutdim. Quloqlarim shang'illab ketdi. Yuragim ko'kragimni yorib chiqadigandek urardi. Chunki qarshimda turgan odam shubhasiz Kamron edi. O'sha yuz, o'sha nigoh, o'sha sovuq tabassum. Men uning halok bo'lgan jasadini ko'rgan edim. Hatto dafn marosimida ham qatnashgan edim. Ammo hozir u tirik edi. Va go'yo hech narsa bo'lmagandek bizga qarab kulardi. Nilufar qo'rquv bilan bir qadam ortga chekindi. Timur esa darhol belidan qurolini sug'urib oldi. Kamron esa bunga faqat kulib qo'ydi. Juda qiziq manzara, dedi u sekin. Bir necha daqiqa ichida butun hayotingiz o'zgarib ketdi. Shunday emasmi? Men tishlarimni qisdim. Sen tirik bo'lishing mumkin emas, dedim past ovozda. Kamron boshini qiyshaytirdi. Bu dunyoda mumkin emas degan narsa juda kam. Ayniqsa Argus loyihasida. Uning bu gapidan yuragim yana siqilib ketdi. Demak, u hammasini bilardi. Balki boshidan beri bilgan. Balki u ham shu tashkilotning odami bo'lgan. Yoki undan ham yomoni. Kamron sekin oldinga yurdi. Qadamlari yerosti zalida aks sado berardi. Sizlar nihoyat haqiqatga yaqinlashdingiz. Lekin afsuski, haqiqat siz o'ylagandan ham dahshatliroq. Timur qurolni to'g'riladi. To'xta joyingda. Yana bir qadam bossang otaman. Kamron esa hatto ko'zini ham qimirlatmadi. Oti, dedi u xotirjam.
Lekin o'q menga ta'sir qilmasligini bilganingdan keyin nima qilasan? Zalga og'ir sukunat cho'kdi. Men uning gapini oddiy tahdid deb o'yladim. Ammo keyingi soniyada Timur chindan ham tepkini bosdi. Portlash ovozi butun xonani larzaga soldi. O'q to'g'ri Kamronning ko'kragiga tegdi. Nilufar baqirib yubordi. Men esa ko'zlarimni yumishga ulgurmadim. O'q tekkan joydan qon otilishi kerak edi. Ammo hech narsa bo'lmadi. Faqat metallga urilgandek tovush eshitildi. Kamron esa joyidan qimirlamay turardi. Timurning yuzidagi rang oqarib ketdi. Bu mumkin emas, dedi u pichirlab. Kamron sekin ko'ylagining tugmasini yechdi va ko'kragidagi qoramtir metall plastinani ko'rsatdi. Lekin meni dahshatga solgan narsa bu emasdi. Metall ostida oddiy inson terisi yo'q edi. U yerda murakkab mexanik tolalar va yorug'lik taratib turgan mayda elementlar ko'rinardi. Men dahshatdan qotib qoldim. Kamron inson emas edi. Yoki endi inson emasdi. U jilmaydi. Nihoyat tushunyapsanmi? Dedi u menga qarab. Argus loyihasi hech qachon odam yaratishga urinmagan. Ular mukammal qurol yaratishga harakat qilishgan. Men esa ularning birinchi muvaffaqiyatli namunasi bo'lganman. Nilufar ko'zlariga ishonmay bosh chayqadi. Yo'q. Bu tush bo'lishi kerak. Kamron chuqur nafas oldi. Men ham bir vaqtlar sizlarga o'xshagan oddiy inson edim. Keyin ular meni parchalashdi. Qayta yig'ishdi. Va yana parchalashdi. Yillar davomida. Oxiri esa men o'zimni ham tanimay qoldim. Uning ovozida ilk bor og'riq sezildi. Go'yo yillar davomida ichida yashirib kelgan azob bir lahzaga yuzaga chiqqandek edi. Ammo bu hissiyot darhol yo'qoldi. Uning yuziga yana sovuq tabassum qaytdi. Endi esa navbat senga keldi, dedi u menga tikilib. Men qoshlarimni chimirdim. Nima demoqchisan? Kamronning nigohi keskinlashdi. Sen ulardan ham mukammalsan. Shuning uchun rahbar seni tirik qo'lga olishni buyurgan. Men esa buyruqni bajarish uchun keldim. Shu zahoti zalning barcha chiroqlari birdan qizil rangga o'tdi. Sirena ovozi yangradi. Devorlar ortidan og'ir eshiklar ochilayotgan tovush eshitildi. Timur dahshat bilan ortiga qaradi. Ular keldi, dedi u. Men ham burilib qaradim. Uzoq yo'lak bo'ylab o'nlab qurollangan askarlar yugurib kelayotgan edi. Ularning yuzlari niqob bilan yopilgan. Harakatlari esa bir xil edi. Go'yo barchasi bitta on tomonidan boshqarilayotgandek. Nilufar qo'limdan ushladi. Ketishimiz kerak. Hozir. Men bosh irg'adim. Ammo Kamron yo'limizni to'sdi. Kech bo'ldi, dedi u. O'yin tugadi. Shu lahzada ichimda nimadir o'zgardi. Avval ham bir necha bor sezgan hissiyot yana paydo bo'ldi. Atrofdagi tovushlar sekinlashgandek bo'ldi. Sirena uzoqdan kelayotgandek eshitildi. Odamlarning harakati sustlashdi. Hatto havodagi chang zarralarini ham ko'ra boshladim. Yuragim bir marta qattiq urdi. Keyin yana. Va birdan hamma narsa mutlaqo boshqacha bo'lib qoldi. Men vaqtning o'zi sekinlashayotganini his qildim. Kamronning ko'zlari kattalashdi. Chunki u ham buni sezgan edi. Yo'q, dedi u hayrat bilan. Bu daraja hali mumkin emas edi. Men nima bo'layotganini tushunmasdim. Ammo tanam o'zi harakat qilardi. Bir soniya ichida Nilufar va Timurni ushlab yon tomonga tortdim. Keyingi lahzada askarlar o'q uzishni boshlashdi. O'qlar havoni tilib o'tdi. Ammo ular biz turgan joyga yetib kelganida biz allaqachon boshqa yerda edik. Kamron menga tikilgancha qotib qolgandi. Uning yuzida ilk bor qo'rquv paydo bo'ldi. Va aynan o'sha lahzada men bir narsani angladim. Men nafaqat ular qidirayotgan odam edim. Men hatto ularning o'zlari ham nazorat qila olmaydigan narsaga aylanayotgan edim. Va bu hali boshlanishi edi. Agar bir kun kelib o'zingizdan qo'rqib qolsangiz, o'zingizni yovuz dushmandan ham xavfliroq deb his qilsangiz, nima qilardingiz? Men esa aynan shunday hissiyotni boshdan kechirayotgan edim.
Chunki o'sha lahzada Kamronning ko'zlarida paydo bo'lgan qo'rquvni aniq ko'rdim. Va bu qo'rquv mendan edi. Men esa nima bo'layotganini hali ham to'liq tushunmasdim. Atrofdagi hamma narsa g'alati tarzda sekinlashgan edi. Havoda uchayotgan o'qlarni ko'rardim. Metal bo'laklarning aylanishini ko'rardim. Hatto askarlarning barmoqlari qurol tepkisini qanday bosayotganini ham ilg'ardim. Go'yo vaqtning o'zi men uchun boshqa qonunlar asosida harakat qilayotgandi. Nilufar qo'limni mahkam ushlab turardi. Ammo uning harakati ham juda sust ko'rinardi. Men yuragimning urishini eshitdim. 1 marta, 2 marta, 3 marta. Va har bir urishda ichimdagi noma'lum kuch yanada uyg'onayotgandek edi. Kamron esa birdan baqirib yubordi. Uni to'xtatinglar. Hozirning o'zida. Shu zahoti yo'lakdagi barcha askarlar menga qarata o'q yog'dira boshlashdi. Ammo kutilmagan voqea yuz berdi. O'qlar menga yaqinlashgan sari yo'nalishini yo'qota boshladi. Ba'zilari devorga urildi. Ba'zilari polga sanchildi. Ba'zilari esa havoning o'zida burilib ketdi. Men dahshat bilan qo'llarimga qaradim. Kaftlarim atrofida ko'zga zo'rg'a tashlanadigan ko'kimtir nurlar paydo bo'layotgan edi. Timur hayratdan gapira olmay qolgandi. Bu mumkin emas, dedi u zo'rg'a. Kamron esa aksincha qo'rquvga tushib borardi. Men uning yuzidagi rang asta-sekin oqarib ketayotganini ko'rdim. Go'yo u aynan mana shu lahzadan qo'rqib kelgandek edi. Nihoyat uyg'ondi, dedi u pichirlab. Nihoyat ular yaratgan narsa uyg'ondi. Men uning gaplarini eshitdim. Ammo e'tiborim boshqa tomonga tortildi. Xayolimda begona tasvirlar paydo bo'la boshlagan edi. Avvaliga ular oddiy chaqnashlar kabi tuyuldi. So'ng ular tobora ravshanlashdi. Oqartirilgan laboratoriya, oqartirilgan devorlar, qator kapsulalar, oqartirilgan kiyimdagi olimlar va kapsulaning ichida yotgan kichkina bola. O'sha bola men edim. Ko'zlarimni yumib yubordim. Ammo tasvirlar yo'qolmadi. Aksincha, yanada kuchaydi. Men o'zimni kichkina yoshimda ko'rdim. Atrofimdagi odamlar meni kuzatardi. Kompyuter ekranlarida miyam faoliyati aks etardi. Kimdir quvonch bilan qichqirgandi. Parametrlar normadan 300% yuqori. Bu rekord. Boshqa bir erkak kulib yuborgandi. U muvaffaqiyatga erishdi. Nihoyat muvaffaqiyatga erishdik. Men birdan o'sha odamning yuzini aniq ko'rdim. Va yuragim muzlab ketdi. Chunki bu odamni tanirdim. Juda yaxshi tanirdim. Bu Otabek edi. Tashkilot rahbari. Onam videoda aytgan inson. Men ko'zlarimni ochdim. Nafasim bo'g'zimga tiqilib qolgandi. Kamron esa allaqachon yaqinlashib kelayotgan edi. Uning tanasidagi mexanik qismlar qizg'ish nur bilan yonardi. Endi sen hammasini eslay boshlading. Shunday emasmi? Dedi u. Men javob bermadim. Chunki xotiralar to'xtamayotgandi. Endi men boshqa bir manzarani ko'rayotgandim. Katta konferensiya zali. Stol atrofida yig'ilgan odamlar. Ularning markazida esa Otabek o'tirardi. U stolga qo'lini urib gapirardi. Agar loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, insoniyatning keyingi evolyutsion bosqichini biz boshqaramiz. Barcha davlatlar bizga qaram bo'ladi. Barcha armiyalar eskiradi. Chunki biz yangi tur yaratamiz. Mukammal tur. Shu payt xotira yana o'zgardi. Men onamni ko'rdim. U yig'lardi. U kim bilandir tortishayotgandi. Yo'q. Bu bolalarni qo'yib yuborish kerak. Bu ilm emas. Bu jinoyat. Otabek esa unga sovuq qarab turardi. Kech bo'ldi, dedi u. Endi ular bizning mulkimiz. Shu lahzada xotira uzildi. Men o'zimga qaytdim va ichimda ilgari bo'lmagan g'azabni his qildim. Bu oddiy g'azab emasdi. Bu yillar davomida yashirilgan haqiqatning portlashi edi. Kamron buni sezdi. Bir qadam ortga chekindi. Tinchlan, dedi u.
Agar hissiyotlaringni nazorat qilmasang, hamma narsa qulab tushadi. Ammo kech edi. Yer titray boshladi. Avval sekin, so'ng tobora kuchliroq. Devorlardagi metall panellar qarsillab yorildi. Shiftdagi lampalar portladi. Askarlar muvozanatini yo'qotib yiqila boshladi. Nilufar dahshat bilan menga qarardi. Men esa qo'llarimni musht qilib qisib turardim. Ichimdagi kuch tashqariga chiqishni istayotgandi. Kamron birdan baqirdi. Uni ushlanglar. Hozirning o'zida. Ammo hech kim ulgurmay qoldi. Chunki keyingi soniyada butun yerosti majmuasi bo'ylab dahshatli portlash ovozi yangradi. Uzoqdagi devorlardan biri ichkariga qulab tushdi. Qalin chang buluti havoga ko'tarildi. Sirenalar birin-ketin o'chib qoldi. Favqulodda tizimlar ishlay boshladi. Qizil chiroqlar chaqnardi. Va aynan shu paytda chang buluti ichidan og'ir qadam tovushlari eshitildi. Bir qadam, yana bir qadam, yana bir qadam. Hamma bir vaqtning o'zida o'sha tomonga qaradi. Kamronning yuzidagi qo'rquv esa yanada kuchaydi. "Yo'q", dedi u past ovozda. "Bu mumkin emas. U bu yerda bo'lishi mumkin emas." Men ham qorong'ulik tomon tikildim. Va chang orasidan asta-sekin ulkan bir siluet ko'rina boshladi. Uning bo'yi deyarli 2,5 metr edi. Yelkasi temirdan quyilgandek keng edi. Ko'zlari esa qorong'ulik ichida qizil rangda yonardi. Ammo eng dahshatlisi, men bu yuzni allaqachon bir marta ko'rgan edim. Laboratoriyadagi eski suratlarda. Nolchi namuna. Argus loyihasining birinchi va eng xavfli tajribasi. 15 yil oldin yo'q qilingan deb hisoblangan mavjudot. Hozir esa u biz tomon yurib kelayotgan edi. Ba'zan inson eng katta dahshatni yirtqich hayvonlarda emas, balki o'zi yaratgan narsalarda topadi. O'sha lahzada yerosti majmuasini qoplagan sukunat aynan shunday dahshat bilan to'lib ketgandi. Chang buluti orasidan chiqib kelayotgan ulkan siluetni ko'rgan har bir odamning yuzida bir xil ifoda bor edi. Qo'rquv. Sof va yashirib bo'lmaydigan qo'rquv. Men esa qotib qolgandim. Chunki bu mavjudot haqida xotiralarimning parchalarida ko'rgan edim. Oqartirilgan laboratoriya devorlarida uning suratlari osig'liq turardi. Olimlar uning nomini pichirlab tilga olishardi. Go'yo ismning o'zi ham baloni chaqirib yuboradigandek. Nolchi namuna. Argus loyihasining boshlanishi. Va deyarli yakuni ham. U chang ichidan to'liq chiqib kelganida zaldagi lampalarning titroq nuri uning tanasiga tushdi. Men beixtiyor chuqur nafas oldim. Uning tanasi odamnikiga o'xshardi. Ammo faqat uzoqdan qaraganda. Yaqindan esa u dahshatli tajribaning tirik natijasi edi. Terisi ostida metall tolalar harakatlanardi. Qo'llaridagi tomirlar o'rnida qoramtir mexanik chiziqlar puls urardi. Ko'zlari esa qizg'ish nur bilan yonib turardi. Go'yo ichida olov yashayotgandek. Ammo meni eng ko'p larzaga solgani uning yuzidagi ifoda edi. Unda na g'azab bor edi, na nafrat, na rahm-shafqat. U mutlaqo bo'sh edi. Go'yo insoniy hissiyotlar allaqachon undan tortib olingan edi. Kamron bir necha qadam ortga chekindi. Men uning qo'llari titrayotganini ko'rdim. Bu esa meni yanada hayratga soldi. Chunki shu paytgacha Kamron hech narsadan qo'rqmaydigandek tuyulardi. Ammo hozir u qo'rqayotgandi. Juda qattiq qo'rqayotgandi. "Nolchi", dedi u zo'rg'a eshitilarli ovozda. Mavjudot boshini sekin ko'tardi. Nigohi avval askarlar ustidan o'tdi. So'ng Timurni ko'rdi. Keyin Nilufarni. Va nihoyat menga tikildi. O'sha lahzada tanam bo'ylab g'alati to'lqin yugurib o'tdi. Go'yo u meni tanigandek edi. Yo'q, tanishdan ham ko'proq. Go'yo u meni kutgandek edi. Zal yana jimib qoldi. Bir necha soniya davomida hech kim qimirlamadi. Keyin esa hammasi bir lahzada yuz berdi. Orqadagi askarlardan biri vahimaga tushib o'q uzdi. O'q to'g'ri mavjudotning boshiga qarab uchdi. Ammo keyingi lahzada ko'z ilg'amas tezlikda nimadir sodir bo'ldi. Men faqat havo yorilgandek tovushni eshitdim.
va askarning o'zi bir necha metr uzoqqa uloqtirilib ketdi. U beton devorga urilib hushidan ketdi. Hech kim nima bo'lganini tushunmadi. Hatto o'q ham manziliga yetmagan edi. Nolchi esa joyidan qimirlamagandi. Askarlar orasida vahima boshlandi. Kimdir ortga qochdi. Kimdir aloqa vositasiga yopishdi. Kimdir esa yana o'q uza boshladi. Ammo foydasi bo'lmadi. Mavjudot ularga tomon yurishda davom etardi. Har bir qadami bilan pol titrardi. Va keyingi soniyada haqiqiy dahshat boshlandi. Men uning qo'lini ko'rdim. U shunchaki havoga ko'tardi. Xolos. Hech qanday keskin harakat yo'q edi. Hech qanday urinish yo'q edi. Ammo o'nlab askarlar birdan havoga ko'tarilib ketdi. Go'yo ko'rinmas kuch ularni changallab olgandek. Ular qichqirardi, tipirchilardi. Keyin esa bir vaqtning o'zida uzoqqa uloqtirildi. Beton devorlar qarsillab yorildi. Temir eshiklar bukilib ketdi. Nilufar dahshatdan nafasi ichiga tushib ketdi. Timur esa pichirladi. Bu inson emas. Men esa javob bera olmadim. Chunki ichimda yanada dahshatli fikr tug'ilgandi. Balki bu mavjudot ham bir paytlar inson bo'lgandir. Balki uni ham men kabi laboratoriyaga olib kelishgandir. Balki u ham bir vaqtlar oddiy hayot orzu qilgandir. Ammo endi undan hech narsa qolmagandi. Shu payt nolchi menga qarab yana bir qadam tashladi. Va kutilmagan holda boshim ichida begona ovoz yangradi. Men uni quloqim bilan emas, ongim bilan eshitdim. Nihoyat seni topdim. Men seskanib ketdim. Atrofga qaradim. Ammo hech kim gapirmayotgandi. Ovoz esa yana takrorlandi. Nihoyat uyg'ongan ekansan. Nilufar yelkamdan ushladi. Nima bo'ldi? Ranging oqarib ketdi. Men javob berishga ulgurmadim. Chunki ovoz davom etdi. Ular seni aldashdi. Hammasi yolg'on. Men ko'zlarimni nolchiga qadadim. Va dahshat bilan tushundimki, u menga qarab turardi. Ovoz aynan undan kelayotgandi. Bu mumkin emas edi. U lablarini qimirlatmayotgandi. Ammo men har bir so'zini aniq eshitardim. Kamron birdan baqirib yubordi. Uni tinglama. Nima desa ham ishonma. Nolchi birinchi marta boshini Kamron tomon burdi. Va o'sha lahzada uning yuzida juda g'alati ifoda paydo bo'ldi. Nafrat. Yillar davomida yig'ilib qolgan cheksiz nafrat. Kamron bir qadam ortga chekindi. Ikkinchi qadamni ham tashladi. Ammo kech edi. Nolchi qo'lini uzatdi. Kamronning tanasi birdan havoga ko'tarildi. U qichqirib yubordi. Mexanik qismlari qarsillab ishlay boshladi. Ammo uni ushlab turgan kuch bundan ancha qudratli edi. Yo'q, dedi Kamron bo'g'ilib. Sen o'lishing kerak edi. 15 yil oldin o'lishing kerak edi. Nolchining ko'zlari yanada yorqinlashdi. Va boshim ichidagi ovoz sovuq ohangda yangradi. Men o'lmadim. Men kutdim. 15 yil davomida kutdim. Chunki bashorat qilingan bola hali uyg'onmagan edi. Shu so'zlarni eshitishim bilan yuragim muzlab ketdi. Bashorat qilingan bola. U men haqimda gapirayotgandi. Va aynan shu lahzada yerosti majmuasining barcha monitorlari birdan yonib ketdi. Har bir ekranda bitta yuz paydo bo'ldi. Otabekning yuzi. U xotirjam jilmayib turardi. Go'yo yuz berayotgan dahshat uning rejasining bir qismi edi. Va uning birinchi aytgan gapi butun zalni yana sukunatga cho'ktirdi. Nihoyat, dedi u kulimsirab. Uchala namuna ham bir joyga yig'ildi. Ba'zan butun umring davomida haqiqatni qidirasan. Keyin esa haqiqatning o'zi seni topadi. Va u kelganida sen uni eshitishni umuman istamaysan. Otabekning yuzi o'nlab ekranlarda bir vaqtning o'zida paydo bo'lgan zahoti yerosti majmuasini yana o'sha og'ir sukunat qopladi. Hatto sirenalar ham uzoqdan eshitilayotgandek tuyulardi. Men esa monitorlarga tikilib qolgandim. Chunki yillar davomida soyadek yashirinib kelgan odam nihoyat o'zini ko'rsatgandi. Otabek xotirjam tabassum qildi.
Go'yo atrofdagi vayronagarchilik uni mutlaqo qiziqtirmayotgandek edi. Uning ortida ulkan oynalar ko'rinardi. Oynalar ortida esa noma'lum shahar manzarasi yaltirardi. Bu odam dunyoning qaysidir burchagida xavfsiz joyda o'tirib, bizning o'limimizni tomosha qilayotgandi. Nihoyat, dedi u yana. 18 yillik kutish yakunlandi. Men tishlarimni g'ijirlatdim. Nima istaysan? Otabekning nigohi bevosita menga qadaldi. Men seni istayman. Arslon. U mening ismimni aytganida tanamdan sovuq to'lqin yugurib o'tdi. Uning ovozida g'alati ishonch bor edi. Go'yo natija allaqachon ma'lumdek. Go'yo bu o'yinda g'olib kim bo'lishi oldindan hal qilingandek. Kamron hali ham havoda osilib turardi. Nolchining ko'rinmas kuchi uni siqib ushlab turardi. Uning mexanik tanasi qarsillab tovush chiqarardi. Ammo Otabek bunga e'tibor ham bermadi. Men sizlarning har biringizni yaratdim, dedi u sovuqqonlik bilan. Kamron, Nolchi va sen har biringiz bir bosqich edingiz. Har biringiz mening orzum sari qo'yilgan qadam edingiz. Nolchining ko'zlari qizil alangadek yonib ketdi. Boshim ichidagi ovoz gumburladi. Yolg'onchi. Otabek jilmaydi. Yo'q. Men faqat haqiqatni aytyapman. Sen birinchi eding. Lekin muvaffaqiyatsiz bo'lding. Kamron ikkinchi edi. U foydaliroq chiqdi. Ammo baribir yetarli emasdi. Keyin esa Arslon tug'ildi. Men ichimdagi g'azab yana kuchayganini his qildim. Tug'ildi emas, dedim qattiq ovozda. Yaratildi. Otabek boshini qimirlatdi. To'g'ri, yaratildi. Va bu mening eng buyuk muvaffaqiyatim bo'ldi. Nilufar menga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv bilan birga achinish ham bor edi. Chunki shu paytgacha men o'zimni oddiy inson deb bilgan edim. Endi esa hayotimning har bir parchasi so'roq ostida qolgandi. Bolaligim, xotiralarim, ota-onam, hatto ismim ham. Balki hammasi tajribaning bir qismi bo'lgandir. Otabek stuliga suyandi. Men sizlarga bir sir aytaman, dedi u. Argus loyihasi hech qachon insonni kuchaytirish uchun yaratilmagan. Maqsad butunlay boshqa edi. Zal yana jim bo'lib qoldi. Otabek chuqur nafas oldi. Insoniyat yo'q bo'lish arafasida. Biz buni sizlardan oldin bildik. O'nlab yillar davomida yashirin ma'lumotlar yig'dik. Tahlillar qildik. Va bir xulosaga keldik. Kelajakda insoniyat omon qololmaydi. Urushlar, kasalliklar, resurslar tanqisligi. Oxir oqibat sivilizatsiya qulaydi. Shuning uchun biz yangi tur yaratishga qaror qildik. Men uning gaplarini tinglar ekanman. Qaysidir ma'noda bu odam o'zini qutqaruvchi deb hisoblashini angladim. Har bir yovuz odam o'zini qahramon deb o'ylaydi. Balki Otabek ham shunday edi. Ammo buning uchun minglab begunoh insonlar qurbon qilingan edi. Nolchi birdan oldinga qadam tashladi. Pol yana titradi. Boshim ichidagi ovoz bu safar yanada kuchli eshitildi. U minglab bolalarni o'ldirdi. Men ularning qichqirig'ini eslayman. Men ham birdan g'alati tasvirlarni ko'ra boshladim. Oqartirilgan laboratoriyalar, qon, yig'layotgan bolalar, vahimadagi olimlar va markazda turgan Otabek. U o'shanda ham ayni shunday sovuqqon edi. Men mushtlarimni qisdim. Yetar, dedim. Otabekning tabassumi yo'qoldi. Nihoyat, dedi u sekin. Men aynan mana shu lahzani kutgandim. Men qoshlarimni chimirdim. Nima demoqchisan? Otabek javob berish o'rniga bir tugmani bosdi. Va keyingi soniyada butun majmua larzaga keldi. Devorlar orasidan yangi monitorlar chiqdi. Yashirin eshiklar ochildi. Pol ostidan ulkan mexanik qurilmalar ko'tarila boshladi. Timur dahshat bilan atrofga qaradi. Yo'q. Bu yerning o'zi laboratoriya emas ekan. Otabek bosh irg'adi. To'g'ri topding. Bu laboratoriya emas. Bu aktivatsiya markazi.
Shu zahoti barcha ekranlarda bitta yozuv paydo bo'ldi. Protokol Omega. Keyin esa ortga hisoblash boshlandi. 10, 9, 8. Nilufar menga qarab baqirdi. Bu nima degani? Men javob bera olmadim. Chunki ayni paytda boshim ichida yana yangi xotiralar uyg'onayotgan edi. Men ulkan podvalni ko'rdim. Yuzlab kapsulalarni ko'rdim. Har bir kapsula ichida inson yotardi. Erkaklar, ayollar, hatto bolalar ham. Ular uxlab yotgandek ko'rinardi. Ammo men dahshat bilan tushundimki, ular uxlamayotgandi. Ular kutayotgandi. 7, 6, 5. Otabekning ovozi butun zal bo'ylab yangradi. Arslon, sen yagona kalitsan. Agar sen to'liq uyg'onsang, yangi davr boshlanadi. Nolchi birdan qichqirib yubordi. Yo'q. Uni to'xtating. Uning ovozi bu safar boshim ichida emas, haqiqiy ravishda yangradi. Go'yo yillar davomida sukut saqlagan mavjudot nihoyat gapirishga majbur bo'lgandek. Tort. 3, 2. Men esa bir narsani anglab yetdim. Agar hisob tugasa, nafaqat biz, balki butun dunyo o'zgarishi mumkin edi. Va aynan shu lahzada boshim ichidagi eng chuqur xotira uyg'ondi. Shunday xotiraki, u mening kimligim haqidagi barcha tasavvurlarni parchalab tashladi. Chunki men laboratoriyada yaratilmagan edim. Men undan ham dahshatliroq narsaning bir qismi edim. 1. Ba'zi sirlar ochilishi bilan insonning hayoti o'zgarmaydi. Insonning o'zi yo'qoladi. Men esa aynan shu chegarada turardim. Protokol Omega hisobining so'nggi soniyasi yangragan lahzada boshim ichida nimadir uzilgandek bo'ldi. Go'yo yillar davomida qulflab qo'yilgan eshik birdan sindirib ochilgandi. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Atrofdagi ovozlar uzoqlashdi. Nilufarning baqirig'i, Timurning qichqirig'i, sirenalar. Hammasi tobora yo'qolib borardi. Va men o'zimni boshqa joyda ko'rdim. Oqartirilgan laboratoriyada emas, yerosti majmuasida emas, balki cheksiz oppoq bo'shliqda. Bu joyda na osmon bor edi, na yer, na vaqt, na masofa. Faqat sukut va men. Keyin uzoqda bir siluet paydo bo'ldi. U asta-sekin yaqinlashardi. Men uning qadam tovushlarini eshitmasdim. Ammo har bir qadami bilan ichimdagi qo'rquv kuchayib borardi. Nihoyat u yetarlicha yaqinlashdi va men uning yuzini ko'rdim. Yuragim bir lahzaga to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki qarshimda men o'zim turardim. Xuddi mening o'zim. Bir xil yuz, bir xil ko'zlar, bir xil ovoz. Faqat uning nigohi boshqacha edi. Unda 1000 yillik charchoq va cheksiz qayg'u bor edi. Sen nihoyat kelding, dedi u xotirjam. Men ortga chekildim. Sen kimsan? U mayin jilmaydi. Men sensan. Yoki aniqrog'i, sen mening bir parchamsan. Bu gapdan tanam muzlab ketdi. Men nima deyishni bilmadim. U esa menga yaqinlashishda davom etdi. Arslon degan inson hech qachon mavjud bo'lmagan, dedi u. Bu ism ham, bu hayot ham, bu xotiralar ham faqat niqob edi. Men boshimni chayqadim. Yo'q, bu yolg'on. Men oilamni bilaman. Bolaligimni eslayman. Do'stlarimni eslayman. U esa qayg'uli kulimsiradi. Ha, chunki ular sen uchun yaratilgan. Men birdan boshim ichida portlashdek og'riq his qildim. Va yana xotiralar oqimi boshlandi. Ammo bu safar ular laboratoriya haqida emasdi. Men yulduzlarni ko'rdim. Cheksiz qorong'ulikni ko'rdim. Noma'lum sayyoralarni ko'rdim. Ulkan inshootlarni ko'rdim. Men millionlab odamlarning hayotini ko'rdim. Keyin ularning o'limini ham ko'rdim. Shaharlar qulayotgandi. Dengizlar ko'tarilayotgandi. Osmon alangaga burkanayotgandi. Va bularning barchasi bir marta emas,
qayta sodir bo'layotgandi. Go'yo tarix takrorlanardi. Yana va yana. Men dahshatdan ko'zlarimni yumdim. Bu nima? U javob berdi. Bu insoniyatning oldingi skillari. Men qotib qoldim. Skillar. U bosh irg'adi. Siz tarixni chiziq deb o'ylaysizlar. Aslida esa u aylana. Sivilizatsiya quriladi. O'sadi. Quvvatga ega bo'ladi. Keyin esa yo'q bo'ladi. Va hammasi boshidan boshlanadi. Men minglab marta buni kuzatganman. Men nafasimni rostlay olmadim. Sen kimsan o'zi? U uzoqqa qaradi. Go'yo juda uzoq o'tmishni eslayotgandek. Men birinchi kuzatuvchi edim. Birinchi guvoh. Birinchi saqlovchi. Men inson emasman. Ammo bir paytlar insoniyatni sevganman. Shu sababli qolganman. Shu sababli har safar ularni qutqarishga uringanman. Men uning gaplarini tushunishga urinardim. Ammo miyam bunga qarshilik qilardi. Bu juda katta haqiqat edi. Juda dahshatli haqiqat. Shu payt oppoq bo'shliqda yangi tasvir paydo bo'ldi. Otabek. U yosh edi. Hali qari emasdi. U qandaydir qadimiy g'orni o'rganayotgandi. Keyin u nimanidir topdi. Qora rangli g'alati kristalni. Men o'sha kristalni ko'rishim bilan yuragim siqildi. Chunki undan taralayotgan hissiyot yovuzlikdan ham battarroq edi. Bu ochko'zlik edi. Cheksiz ochko'zlik. Kuzatuvchi gapirdi. Otabek meni topgan birinchi inson emas edi. Ammo u eng xavflisi bo'ldi. U haqiqatning faqat yarmini bildi. Va yarim haqiqat to'liq yolg'ondan ham xavfliroq. Men tasvirda Otabekning yillar davomida o'zgarishini ko'rdim. U aqlli olimdan mutlaqo boshqa narsaga aylanayotgandi. Hokimiyatga chanqoq odamga. O'zini xaloskor deb hisoblaydigan telbaga. Va oxir oqibat Argus loyihasi tug'ilgandi. Men asta pichirladim. Demak hammasining sababi u ekan. Kuzatuvchi bosh chayqadi. Yo'q. U faqat vosita. Asl xavf hali uyg'onmagan. Shu zahoti oppoq bo'shliq yorilib ketgandek bo'ldi. Men uzoqda ulkan soyani ko'rdim. Shunchalik ulkan ediki, yonidagi sayyoralar chang zarrasidek ko'rinardi. Men uning shaklini ham aniq ko'ra olmasdim. Faqat ikkita ulkan oltinsimon ko'zni ko'rdim. Ular qorong'ulik ichida ochildi va butun mavjudligimni muzlatib yubordi. Kuzatuvchining ovozi ilk bor titradi. U kelyapti. Men seskanib ketdim. Kim? Kuzatuvchi menga qaradi. Va uning keyingi so'zlari yuragimni muzga aylantirdi. Insoniyatning har bir qulashiga sabab bo'lgan mavjudot. Siklning yaratuvchisi. Va sening haqiqiy dushmaning. Chunki u seni eslab qolgan. Aynan shu lahzada oppoq bo'shliq parchalanib ketdi. Men yana yerosti majmuasiga qaytdim. Ammo hammasi o'zgargan edi. Otabekning yuzidagi tabassum yo'qolgandi. Nolchi tiz cho'kib qolgandi. Kamron dahshat bilan menga tikilib turardi. Va men ularning ko'zlarida bir xil narsani ko'rdim. Qo'rquv. Chunki men qaytgan odam endi avvalgi Arslon emas edi. Inson hayotida shunday lahzalar bo'ladiki, o'sha soniyadan oldingi va keyingi hayot mutlaqo boshqa olamlarga aylanadi. Men uchun ham aynan shunday lahza kelgandi. Oqartirilgan bo'shliqdan qaytganimda atrofdagi hamma narsa o'sha edi. Ammo men boshqa odam edim. Yo'q. Balki odam ham emasdir. Men asta boshimni ko'tardim. Yerosti majmuasining qizil chiroqlari hali ham miltillardi. Shiftdan chang to'kilardi. Sirenalar uzoqdan xirillab eshitilardi. Ammo endi men bundan tashqari yana minglab narsalarni his qilardim. Devorlar ortidagi elektr oqimini, yer ostidan o'tgan kabellardagi energiyani, hatto yuzlab metr naridagi yurak urishlarini ham. Bularning bari bir vaqtning o'zida ongimga kirib kelardi. Va g'alati tomoni, men bundan qiynalmayotgandim. Go'yo miyam har doim shunday ishlashi kerak bo'lgandek. Otabek monitor ortida menga tikilib qolgandi.
Uning yuzidagi o'sha ishonchli tabassum yo'qolgandi. Birinchi marta u ham nimadandir qo'rqayotgandek ko'rindi. "Nihoyat esladingmi?" dedi u past ovozda. Men unga javob bermadim. Chunki ayni damda uning yuragi qanday urayotganini ham eshitib turardim. Va u qo'rqayotgandi. Juda qattiq qo'rqayotgandi. Nolchi asta boshini ko'tardi. Uning qizil ko'zlari menga tikildi. Keyin u sekin tiz cho'kdi. Buni ko'rgan zahoti zaldagi hamma qotib qoldi. Kamronning og'zi ochilib qoldi. Timur bir qadam ortga chekindi. Nilufar esa nima bo'layotganini tushunmay menga qarardi. Nolchi boshini egdi. "Nihoyat", dedi u bo'g'iq ovozda. "Men seni topdim." Men darhol tushundim. U menga emas, mening ichimda uyg'ongan narsaga murojaat qilayotgandi. Otabek birdan baqirib yubordi. "Yo'q, unga bo'ysunma. Men seni yaratganman." Nolchi sekin boshini burdi va o'nlab yillik nafrat bilan unga qaradi. "Sen hech kimni yaratmagansan", dedi u. "Sen faqat o'g'irlagansan." Otabekning yuzi qorayib ketdi. Shu zahoti barcha monitorlar birdan o'chdi. Bir soniya sukunat bo'ldi. Keyin esa majmuaning har bir burchagidan mexanik ovoz yangradi. Mudofaa protokoli ishga tushirildi. Barcha jangovar birliklar faollashtirildi. Nishon ustuvorligi. Arslon. Timur qarg'anib yubordi. Muammo tugamabdi. Endi boshlanyapti. Keyingi lahzada pol titradi. Og'ir eshiklar birin-ketin ochila boshladi. Qorong'i yo'laklardan yuzlab qizil chiroqlar yondi. Avvaliga men ularni oddiy lampalar deb o'yladim. Keyin ular harakatlana boshladi. Bu ko'zlar edi. Sun'iy ko'zlar. Mashinalarning ko'zlari. Temir qadamlar ovozi butun majmuani to'ldirib yubordi. Nilufar dahshat bilan pichirladi. "Bular nima?" Men javob berdim. "Armiya." Yo'laklardan o'nlab mexanik jangchilar chiqib kelayotgan edi. Ularning tanasi qora qotishmadan yasalgan. Qo'llari qurolga aylantirilgan. Ko'zlari esa qizil rangda yonardi. Ammo eng qo'rqinchlisi ularning soni edi. Bir nechta emas. O'nlab emas. Yuzlab. Go'yo butun majmua urush uchun qurilgandek. Kamronning yuzi oqarib ketdi. "Otabek aqldan ozgan ekan", dedi u. Men asta oldinga qadam tashladim. Ichimdagi yangi xotiralar menga nimadir pichirlardi. Qadimiy, unutilgan bilimlarni. Men mashinalarga qaradim va ularning harakat yo'nalishini ko'rdim. Energiya oqimini ko'rdim. Zaif nuqtalarini ko'rdim. Go'yo ular men uchun ochiq kitobga aylangandi. Birinchi robot o'q uzdi. Keyin ikkinchisi. Keyin yuzlab qurollar bir vaqtning o'zida ishga tushdi. Havoni olov va metall to'ldirdi. Nilufar baqirdi. Ammo men joyimdan qimirlamadim. O'qlar menga yaqinlashayotgan edi. 1 metr, yarim metr, bir qarich va keyingi soniyada ular havoda to'xtab qoldi. Butun zal jimib ketdi. Minglab o'qlar havoda muallaq osilib turardi. Men qo'limni sekin ko'tardim va barcha o'qlar bir vaqtning o'zida yo'nalishini o'zgartirdi. Kamron dahshat bilan ortga chekindi. "Yo'q, bu daraja mumkin emas." Men esa ichimda g'alati sokinlikni his qilardim. Go'yo bu kuch meniki emas, balki uzoq vaqtdan beri ichimda uxlab yotgan narsaniki edi. O'qlar ortga qaytdi va keyingi lahzada yuzlab jangovar mashinalar portlab ketdi. Portlashlar ketma-ket yangradi. Olov ustunlari shiftga urildi. Temir bo'laklar har tomonga sochildi. Ammo hujum to'xtamadi. Aksincha, yerosti majmuasining eng chuqur qismidan yanada dahshatli ovoz eshitildi. Bu qadam emasdi. Bu yerning o'zi silkinayotgandek edi. Bir marta, yana bir marta va yana. Nolchi boshini ko'tardi. Uning yuzidagi ifoda birdan o'zgardi. Men birinchi marta unda haqiqiy vahimani ko'rdim. "U kelyapti", dedi u.
Men qoshlarimni chimirdim. Kim? Nolchi javob berishga ulgurmay qoldi. Chunki majmuaning eng oxirgi devori dahshatli gumburlash bilan yorilib ketdi. Beton bo'laklari havoga uchdi. Temir konstruksiyalar bukilib sindi. Va chang buluti ichidan ulkan bir qo'l chiqdi. Oddiy qo'l emas. U butun bir yuk mashinasidek kattalikda edi. Qora rangli, g'alati belgilar bilan qoplangan. Qo'l devorni yana yorib tashladi. So'ng ikkinchi qo'l ham ko'rindi. Keyin esa butun boshli mavjudot asta-sekin ichkariga kira boshladi. Men uni ko'rishim bilan oppoq bo'shliqda ko'rgan oltinsimon ko'zlarni esladim. Yuragim muzlab ketdi. Chunki bu oddiy maxluq emas edi. Bu yer yuzidagi hech bir tajriba mahsuli emasdi. Bu insoniyatdan ham qadimiyroq narsa edi. Va eng dahshatlisi, u to'g'ridan-to'g'ri menga qarab kulayotgandi. Ba'zi tabassumlar insonni xotirjam qiladi. Ba'zilari esa butun ruhini muzlatib yuboradi. Men o'sha mavjudotning yuzida paydo bo'lgan tabassumni ko'rganimda, aynan ikkinchisini his qildim. Yerosti majmuasining vayron bo'layotgan devorlari orasidan asta-sekin chiqib kelayotgan ulkan maxluqning har bir harakati atrofdagi makonni buzayotgandek edi. Go'yo uning mavjudligining o'zi bu dunyo uchun begona edi. Qora tanasi yorug'likni yutib yuborardi. Oltinsimon ko'zlari esa qizil favqulodda chiroqlar ostida ham quyoshdek yaltirardi. Men unga qarab turarkanman. Boshim ichidagi barcha xotiralar birdan uyg'onib ketdi. Oqartirilgan bo'shliq, kuzatuvchi, qadimiy sikllar, qulab tushgan sivilizatsiyalar, yonayotgan shaharlar va har bir tasvirning ortida aynan shu ko'zlar bor edi. Aynan shu nigoh, aynan shu mavjudot. Nolchi bir necha qadam ortga chekindi. Uning ulkan tanasi ham qo'rquvni yashira olmayotgandi. Kamron esa butunlay jimib qolgandi. Mexanik tanasidagi indikatorlar tartibsiz miltillardi. Go'yo hatto uning sun'iy tizimlari ham vahimaga tushgandek. Nilufar mening qo'limni mahkam ushladi. Men uning kaftlari sovuq bo'lib ketganini sezdim. Ammo o'zimning qo'llarim ham muzlab qolgan edi. Chunki ichimdagi yangi xotiralar menga bitta narsani aytayotgandi. Bu mavjudot bilan kurashib bo'lmasdi. Uni yengib bo'lmasdi. Uni faqat to'xtatish mumkin edi. Vaqtincha. Maxluq nihoyat to'liq ko'rinish berdi. Uning bo'yi yerosti zalining yarmiga teng edi. Shift uning yelkasiga tegib turardi. Tanasi bo'ylab qadimiy belgilar harakatlanardi. Ular tirikdek siljirdi, o'zgarardi va ulardan taralayotgan energiya hatto havoni ham titratardi. Keyin u gapirdi. Uning ovozi quloq bilan eshitilmasdi. U to'g'ridan-to'g'ri on ichida yangrardi. Nihoyat uchrashdik. So'zlar emas, balki ma'no ongimga oqib kirgandek bo'ldi. Men beixtiyor bir qadam oldinga tashladim. Kimsan sen? Mavjudotning tabassumi kengaydi. Men ko'plab nomlar bilan atalganman. Ba'zilar meni oxirgi soyabon deb atagan. Ba'zilar buyuk tozalovchi degan. Lekin haqiqiy ismimni hech bir inson tili talaffuz qila olmaydi. Uning har bir so'zi bilan yerosti majmuasi titrardi. Men esa ichimdagi g'azab va qo'rquv orasida kurashardim. Sen insoniyatni yo'q qilgansan, dedim men. Oltinsimon ko'zlar qisildi. Yo'q. Men faqat muvozanatni tiklayman. Insoniyat esa o'zini o'zi yo'q qiladi. Men faqat yakunni tezlashtiraman. Otabekning ovozi kutilmaganda monitorlardan yana yangradi. Bu safar unda vahima bor edi. Yo'q. Bu rejada yo'q edi. Sen bu yerga kira olmasliging kerak edi. Mavjudot sekin boshini monitorlar tomon burdi va bir lahzaga kulib qo'ydi. Otabekning barcha ekranlari birdan portlab ketdi. Uchqunlar har tomonga sachradi. Aloqa uzildi. Dunyoni nazorat qilaman deb o'ylagan odam bir soniyada jim bo'lib qoldi. Nolchi esa menga qaradi. Bu sening sinoving, dedi u. Men qoshlarimni chimirdim. Qanday sinov? Nolchining yuzida qayg'u paydo bo'ldi. Men ham bir vaqtlar shu yerda turganman. Men ham unga qarshi chiqqanman.
Va men yutqazganman. Zal yana jimib qoldi. Men uning ko'zlariga tikildim. Shu payt birdan tushundim. Nolchi oddiy tajriba emas edi. U mendan oldingi urinish edi. Avvalgi himoyachi. Avvalgi tanlov. Va u muvaffaqiyatsiz bo'lgan edi. Bu anglash yuragimni siqib yubordi. Demak, minglab yillar davomida bu kurash takrorlanib kelgan. Har safar kimdir tanlangan. Har safar kimdir yiqilgan. Maxluq yana oldinga qadam tashladi. Bu safar pol yorilib ketdi. Beton parchalari havoga ko'tarildi. Uning nigohi faqat menda edi. Sen boshqalardan farq qilasan, dedi u. Men seni eslayman. Men qotib qoldim. Kuzatuvchi ham shu gapni aytgandi. Sen meni qayerdan taniysan? Mavjudotning ko'zlari yanada yorqinlashdi. Chunki bu birinchi uchrashuvimiz emas. Shu zahoti boshim ichida dahshatli tasvir portladi. Men o'zimni boshqa zamonda ko'rdim. Osmon binafsha rang edi. Shaharlar bulutlar ustida suzardi. Millionlab odamlar quvonch bilan yashardi. Va men u yerda ham bor edim. Boshqa qiyofada, boshqa ism bilan. Ammo aynan men. Keyin osmon yorildi. Qorong'ulik tushdi. Va oltinsimon ko'zlar paydo bo'ldi. Men bu manzarani ilgari ham yashagan edim. Bir marta emas, o'nlab marta, balki yuzlab marta. Har bir siklda, har bir qulash oldidan. Men doim shu yerda bo'lganman. Maxluqning ovozi boshim ichida gumburladi. Endi eslayapsanmi? Men esa dahshat bilan tushunib yetdim. Arslon faqat navbatdagi hayot edi. Navbatdagi ism edi. Ammo ichimdagi narsa bundan ancha qadimiyroq edi. Va aynan shu lahzada ichkarimdagi barcha qulflar birdan ochildi. Shunday kuch uyg'ondiki, hatto yerosti majmuasining o'zi ham bunga bardosh bera olmadi. Devorlar yorila boshladi. Shift qulay boshladi. Energiya to'lqinlari havoni yirtardi. Nilufar baqirib yubordi. Timur ko'zlarini qo'li bilan to'sdi. Kamron tiz cho'kdi. Nolchi esa boshini egdi. Chunki ular hammasini tushunib bo'lishgandi. Men esa nihoyat bir narsani angladim. Bu jang insoniyat uchun emas edi. Bu jang dunyoning o'zi uchun edi. Va u endigina boshlanayotgandi. Agar o'sha lahzada kimdir menga oldinda nimalar kutayotganini aytganida edi, ehtimol ishonmagan bo'lardim. Chunki men allaqachon ko'rgan dahshatlarimni bu olamdagi eng qo'rqinchli narsalar deb o'ylardim. Ammo asl haqiqat endi yuzini ko'rsatayotgan edi. Yerosti majmuasi tebranardi. Qalin metal ustunlar g'ijirlab egilar. Beton bo'laklari yomg'irdek yog'ilar. Favqulodda chiroqlarning qizil nuri esa atrofdagi vayronagarchilikni yanada dahshatli ko'rsatardi. Men markazda turardim. Tanam bo'ylab oqayotgan kuchni boshqarishga urinardim. Ammo u kuch meniki emasdek tuyulardi. Go'yo minglab yillar davomida uxlab yotgan ulkan okean birdan uyg'onib, tanam ichiga sig'may qolayotgandek edi. Maxluq esa menga tikilgancha qimirlamay turardi. Uning oltinsimon ko'zlarida qo'rquv yo'q edi. Nafrat ham yo'q edi. Faqat qadimiy sabr bor edi. U juda uzoq kutgan mavjudotning nigohi edi. Nihoyat, dedi uning ovozi ongim ichida. Nihoyat sen uyg'onding. Men tishlarimni g'ijirlatdim. Men hech narsa uyg'otganim yo'q. Men oddiy odamman. Mavjudot sekin bosh chayqadi. Yo'q. Sen doim shu gapni aytasan. Har safar, har bir siklda va har safar haqiqatni eslaganingda kech bo'ladi. Bu so'zlar yuragimni muzlatib yubordi. Chunki ichimdagi xotiralar tobora aniqroq bo'lib borardi. Endi men parchalarni emas, butun voqealarni ko'ra boshlagandim. Bir dunyo, keyin uning halokati. Yana yangi dunyo, yana qulash. Har safar boshqa ism, boshqa yuz, ammo bir xil yakun. Men doim kurashganman va doim yutqazganman. Shu fikr miyamga urilganda nafasim qisilib ketdi. Demak, insoniyat tarixida biz bilmagan minglab sivilizatsiyalar bo'lgan.
Ularning hammasi yo'q qilingan. Hech qanday iz qoldirmay, hech qanday xotira qoldirmay. Nolchi oldinga chiqdi. Ulkan tanasi qaltirardi. U maxluqqa emas, menga qarab gapirdi. Arslon, yo'q. Sening haqiqiy ismingni bilmayman. Lekin meni eshit. Men ko'zlarimni unga qaratdim. Uning ovozida umidsizlik bor edi. Men ham avval sen kabi bo'lganman. Men ham o'zimni tanlangan deb o'ylaganman. Men ham uni to'xtata olaman deb ishonganman. Lekin uddalay olmadim. Men jim turdim. Chunki ichimda allaqachon javob paydo bo'layotgandi. Nolchi davom etdi. U bilan kuch orqali kurashma. Bu uning maydoni. Uning qoidalari. Agar kuch bilan urinsang, yana mag'lub bo'lasan. Maxluq kulimsiradi. Aqlli bo'lib qolibsan, dedi u. Mag'lubiyat ba'zan yaxshi ustoz bo'ladi. Nolchi g'azab bilan unga qaradi. Men mag'lub bo'lganman. Lekin bu safar emas. Shu zahoti u oldinga otildi. Uning ulkan tanasi raketadek harakatlandi. Zal titrab ketdi. Nolchi butun kuchi bilan maxluqqa zarba berdi. To'qnashuvdan hosil bo'lgan to'lqin beton devorlarni yorib yubordi. Nilufar va boshqalar yiqilib tushdi. Men esa joyimda qotib qoldim. Chunki keyingi manzara dahshatli edi. Maxluq hatto qimirlamagandi. Nolchining mushti uning ko'kragiga tegib turardi. Xolos. Hech qanday zarar yo'q edi. Hech qanday ta'sir yo'q edi. Keyin maxluq bir qo'lini ko'tardi va nolchini ushlab oldi. Hammasi bir soniyada sodir bo'ldi. Ulkan mavjudotning tanasi havoga ko'tarildi. Keyin devorga urildi. Butun zal larzaga keldi. Metal ustunlar sindi. Nolchi yerga qulaganda esa harakatlanmay qoldi. Timur dahshat bilan baqirib yubordi. Yo'q. Nolchi. Men esa yuragim siqilib ketganini his qildim. Chunki u biz uchun jonini tikkan edi. Maxluq esa befarq turardi. Men sizlarni yomon ko'rmayman, dedi u sokin ohangda. Sizlar shunchaki jarayonning bir qismisiz. Qadimiy daraxt quriganda yangi nihollar uchun joy bo'shatadi. Men ham shunday qilaman. Nilufar ko'zlarida yosh bilan unga qaradi. Millionlab insonlarni o'ldirishni jarayon deb atayapsanmi? Bir lahzaga maxluq jim qoldi. Keyin javob berdi. Sizlar buni o'lim deb ataysizlar. Men esa o'zgarish deyman. Shu payt ichimdagi g'azab portladi. Yetar. Butun zal yorug'lik bilan to'ldi. Tanamdan chiqqan energiya to'lqini atrofga yoyildi. Bu safar hatto maxluq ham bir qadam ortga chekindi. Uning ko'zlarida ilk marta qiziqish paydo bo'ldi. Nihoyat, dedi u sekin. Nihoyat men kutgan narsa boshlandi. Men havoga ko'tarila boshladim. Oyoqlarim yerga tegmay qoldi. Ko'zlarim oldida yuzlab xotiralar aylanishda davom etardi. Men o'zimni bir vaqtning o'zida minglab hayotlarda his qilardim. Minglab urushlar, minglab yo'qotishlar, minglab mag'lubiyatlar. Va ularning barchasi bitta narsani o'rgatgan edi. Maxluqni kuch bilan yengib bo'lmasdi. Lekin uning bir zaif nuqtasi bor edi. Men nihoyat esladim. Va eslaganim zahoti yuragim tez ura boshladi. Chunki bu zaiflik uning tanasida emas edi. Uning kuchida ham emas edi. U butunlay boshqa joyda yashiringan edi. Shunday sirki, agar uni ochishga muvaffaq bo'lsam, minglab yillik sikl nihoyat tugashi mumkin edi. Ammo buning uchun avval bir dahshatli haqiqatni qabul qilishim kerak edi. Va bu haqiqat mening butun hayotimni yolg'onga aylantirardi. Maxluq menga tikildi. Go'yo u ham nima eslaganimni tushungandek edi. Keyin uning tabassumi sekin yo'qoldi. Birinchi marta u jiddiylashdi. Va aynan o'sha lahzada men tushundim. Nihoyat men uni qo'rqita oladigan narsani topgan edim. Ba'zan inson hayotidagi eng dahshatli haqiqat dushmanning kimligini bilish emas, balki o'zi kim ekanini anglashdir. Men havoda muallaq turarkanman.
Zal bo'ylab tarqalgan qizil chiroqlar tobora xiralashib borayotgandek tuyulardi. Go'yo atrofdagi hamma narsa uzoqlashayotgan edi. Faqat men va o'sha qadimiy mavjudot qolgan edik. Uning oltinrang ko'zlari menga qadalgandi. Ammo endi o'sha nigohda ilgari ko'rmagan narsam paydo bo'lgan edi. Xavotir. Juda kichik, deyarli sezilmaydigan xavotir. Men yuragimning urishini eshitardim. Har bir urish bilan ichimdagi xotiralar yanada ravshanlashardi. Nihoyat men tushungandim. Nega har safar insoniyat yo'q bo'lib ketgan? Nega har bir sivilizatsiya bir nuqtaga kelib qulagan? Nega men har doim qayta tug'ilganman? Va eng muhimi, nega u meni o'ldirmagan? Maxluq sekin oldinga qadam tashladi. To'xta, dedi u. Hali hammasini eslamading. Men kulib yubordim. Bu kulgi quvonchdan emas edi. Bu kulgi 1000 yillik og'riqning ovozi edi. Yo'q, men esladim. Va sen aynan shundan qo'rqyapsan. Zal bo'ylab og'ir sukunat cho'kdi. Timur va Nilufar menga hayrat bilan qarab turishardi. Ular nima bo'layotganini tushunmasdi. Men esa nihoyat haqiqatni aytdim. Sen insoniyatni yo'q qilayotgan mavjudot emassan. Sen qamoqxona qo'riqchisisan. Bu so'zlar aytilishi bilan butun majmua titrab ketdi. Maxluqning yuzi bir lahza muzlab qoldi. Keyin uning ko'zlari toraydi. Demak eslabsan, dedi u past ovozda. Nilufar menga qaradi. Arslon, bu nimani anglatadi? Men chuqur nafas oldim. Tomog'im qurib ketgandi. Chunki aytadigan gaplarim aqldan ozgandek eshitilishini bilardim. Lekin bu haqiqat edi. Biz o'ylagandek koinotning eng xavfli mavjudoti u emas. U faqat eshik oldida turuvchi soqchi. Asl dahshat esa eshikning narigi tomonida. Timurning rangi oqarib ketdi. Nima deganing bu? Men javob berishga ulgurmadim. Chunki maxluqning qahri birdan portladi. Yetar. Uning ovozi butun zalni larzaga soldi. Devorlar yorildi. Metal pollar ko'tarilib ketdi. Sizlar hali tayyor emassizlar. Men sizlarni himoya qilyapman. Men boshimni chayqadim. Yo'q. Sen himoya qilmayapsan. Sen qamab turibsan. O'sha lahzada yana bir xotira miyamga urildi. Men boshqa bir dunyoda edim. Osmoni binafsharang. 3 ta quyoshi bor sayyorada. O'sha dunyo aholisi nihoyatda rivojlangan edi. Ular yulduzlar orasida sayohat qilardi. Va ular ham bir kun haqiqatni bilib qolishgandi. Qamoqxona eshigini ochishga urinishgandi. Natijada esa milliardlab jonlar bir kunda yo'q bo'lib ketgandi. Men dahshat ichida ko'zlarimni yumdim. Chunki o'sha manzarani yana ko'rardim. Osmon yorilgandi. Va uning ortidan nimadir kirib kelgandi. Nimadir shunchalik dahshatliki. Hatto xotirasining o'zi odamni aqldan ozdirardi. Men qaltirab ketdim. Maxluq esa buni sezdi. Endi tushunyapsanmi? Dedi u. Men yovuz emasman. Men zaruratman. Bu gap yuragimga og'ir botdi. Chunki xotiralar uning yolg'on gapirmayotganini ko'rsatardi. U rost aytayotgan edi. Lekin muammo boshqa joyda edi. Har safar insoniyat rivojlanib ma'lum nuqtaga yetganda, u kelib hammasini yo'q qilardi. Shunday qilib eshik yopiq qolardi. Shunday qilib narigi tomondagi dahshat ichkariga kira olmasdi. Ammo shu bilan birga insoniyat hech qachon oldinga siljiy olmasdi. Hech qachon ozod bo'la olmasdi. Men unga tikildim. Necha marta? Dedim sekin. Necha marta bizni yo'q qilding? U bir necha soniya jim qoldi. Keyin javob berdi. Hisobni yo'qotganman. Bu javob yuragimni teshib yubordi. Millionlab emas, trillionlab insonlar, son sanoqsiz dunyolar, son sanoqsiz tarixlar. Hammasi bir sikil ichida yo'q bo'lgan edi. Nilufarning ko'zidan yosh oqib tushdi. Demak biz uchun hech qanday umid yo'qmi? Maxluq unga qaradi. Bor edi. Lekin sizlar har safar bir xil xatoni qildingiz. Timur tishlarini qisdi.
Qaysi xatoni? Mavjudot menga ishora qildi. Uni uyg'otdingiz. Hamma menga qaradi. Men esa nafas olishni unutdim. Chunki navbatdagi xotira hammasini o'zgartirib yubordi. Men aslida oddiy inson emas edim. Men tanlangan ham emas edim. Men qahramon ham emas edim. Men siklning markazi edim. Har bir tarixda, har bir dunyoda, har bir qulashda men mavjud bo'lganman. Va eng dahshatlisi, qamoqxona eshigini birinchi bo'lib ochishga uringan ham men bo'lganman. Bu haqiqat miyamga urilganda tanam muzlab ketdi. Yo'q, bu mumkin emas, dedim pichirlab. Ammo xotiralar yolg'on gapirmasdi. Men ko'rdim. Men o'sha qadimiy olim edim. Men o'sha imperator edim. Men o'sha kashfiyotchi edim. Har safar insoniyatni oldinga boshlagan odam men edim. Va har safar falokat boshlanishiga sababchi bo'lgan ham men edim. Maxluq sekin bosh irg'adi. Nihoyat tushunding. Men seni to'xtatishga urinaman. Chunki har safar sen eshikni ochasan. Men esa yopaman. Men ko'zlarimni yumdim. Yuragim ezilib ketgandi. Chunki birinchi marta dushmanim qarshimda turgan mavjudot emasligini his qilgandim. Balki o'zim edi. Ammo aynan o'sha lahzada yana bir narsa yodimga tushdi. Juda muhim narsa. O'tgan sikllarning birida men muvaffaqiyatga juda yaqin kelgan edim. Shunchalik yaqin edimki, maxluq meni o'ldirishga majbur bo'lgandi. Va o'sha urinish davomida men bir sirni bilib olgandim. Shunday sirki, agar u rost bo'lsa, unda insoniyatni qutqarishning yo'li hali ham mavjud edi. Men asta ko'zlarimni ochdim va birinchi marta tabassum qildim. Maxluqning yuzi birdan oqarib ketdi. Chunki u mening nimani eslaganimni tushunib bo'lgandi. "Yo'q", dedi u shivirlab. "Buni eslamasliging kerak edi." Men esa oldinga bir qadam tashladim. "Endi juda kech", dedim qat'iy ovozda. Chunki bu safar o'yin qoidalari o'zgaradi. Va shu zahoti yerosti majmuasining eng chuqur qismidan ilgari hech kim eshitmagan dahshatli signal yangradi. Dunyoni o'zgartiradigan voqealar ko'pincha katta portlash bilan emas, deyarli eshitilmaydigan bir tovush bilan boshlanadi. O'sha signal ham xuddi shunday edi. Avvaliga u uzoqdan kelayotgan noaniq gumburlashdek eshitildi. Keyin esa butun yerosti majmuasi bo'ylab tarqalib metall devorlarni titratdi. Havodagi chang zarrachalari tebranib ketdi. Favqulodda chiroqlar bir necha soniya o'chib yonib qoldi. Va eng qo'rqinchlisi, o'sha tovushni eshitgan zahoti maxluqning yuzidagi xotirjamlik butunlay yo'qoldi. Men bunga ishonolmay qoldim. Chunki shu paytgacha uni qo'rqitadigan hech narsani ko'rmagandim. Ammo endi uning ko'zlarida sof vahima bor edi. "Yo'q", dedi u juda past ovozda. "Bu mumkin emas." Nilufar hayrat bilan unga qaradi. "Nima bo'lyapti?" Hech kim javob bermadi. Chunki signal ikkinchi marta yangradi. Bu safar yanada balandroq, yanada yaqinroq. Va men birdan hammasini esladim. Yuragim qattiq urib ketdi. Nafasim bo'g'zimga tiqildi. Chunki bu tovushni ilgari ham eshitganman. Juda uzoq vaqt oldin. Balki millionlab yillar avval. Balki undan ham ko'proq. Bu tovush eshikning ochilayotganini bildirardi. Timur qo'rquv bilan menga qaradi. "Arslon, nima bo'lyapti?" Men javob berishga urinardim. Ammo so'zlar tomog'imga tiqilib qolgandi. Chunki xotiralar yana ongimni bosib ketdi. Men boshqa bir dunyoni ko'rdim. Ulkan shaharlar, osmonda suzayotgan materiklar, quyosh energiyasidan ham kuchli manbalarni boshqarayotgan sivilizatsiya. Ular o'zlarini yengilmas deb hisoblashardi. Keyin bir kun mana shu signal yangragandi. Va oradan 3 soat o'tib, o'sha dunyo mavjud bo'lmay qolgandi. Men ko'zlarimni ochdim. Tizzalarim qaltirardi. Maxluq esa allaqachon markaziy platforma tomon yurib ketayotgandi. Uning harakatlarida shoshilish bor edi. Men birinchi marta uning nazoratni yo'qotayotganini ko'rdim.
To'xta, dedim unga. Eshik ochilyaptimi? U javob bermadi. Men yana baqirdim. Javob ber. Nihoyat u ortiga burildi. Va uning nigohi yuragimni muzlatib yubordi. Chunki o'sha ko'zlarda nafrat ham yo'q edi. G'azab ham yo'q edi. Faqat umidsizlik bor edi. Ha, dedi u. Ochilyapti. Bu so'zlardan keyin zalni o'lim sukunati qopladi. Nilufarning lablari qaltiradi. Demak, narigi tomondagi narsa keladimi? Maxluq bir necha soniya indamay turdi. Keyin juda sekin bosh irg'adi. Ha. Timur devorga suyangancha kulib yubordi. Lekin bu kulgi asabiy edi. Axir sen shuning uchun bor eding-ku. Sen uni to'xtatarding-ku. Mavjudot ko'zlarini yumdi. Men yolg'iz emasman deb o'ylagandim, dedi u. Bu gap meni sergaklantirdi. Nima demoqchisan? U chuqur nafas oldi. Minglab sekinlar davomida men eshikni yopib kelganman. Ammo har safar kuchim kamayib bordi. Har bir yo'q qilingan dunyo, har bir urush, har bir qurbonlik meni zaiflashtirdi. Va endi men bunga qodir emasman. Bu haqiqat hammamizni larzaga soldi. Demak, u yengilmas emas edi. U ham charchagan edi. U ham sinayotgan edi. Birdan markaziy platforma ostidan dahshatli portlash ovozi keldi. Pol yorilib ketdi. Temir bo'laklari havoga uchdi. Nilufar yiqilib tushdi. Men darhol uni ushlab qoldim. Keyingi lahzada esa yer ostidan oppoq nur osmonga otilib chiqdi. Yo'q, osmonga emas, cheksizlikka. Bu nur shu qadar kuchli ediki, unga qarashning o'zi og'riq berardi. Va nur markazida nimadir bor edi. Nimadir shakllanayotgan edi. Avval xira soya ko'rindi. Keyin ulkan siluet. Keyin esa hamma narsani o'zgartirgan manzara yuz berdi. Men uni ko'rgan zahoti yuragim bir urishga to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki nur ichida paydo bo'lgan mavjudot maxluqqa o'xshamasdi. U undan ham dahshatliroq edi. Unga qarashning o'zi ongni ezardi. Go'yo inson miyasi uni qabul qilish uchun yaratilmagandek edi. Nilufar qichqirib yubordi va ko'zlarini berkitdi. Timur esa tiz cho'kib qoldi. Hatto maxluqning o'zi ham ortga bir qadam chekindi. Men esa qotib qolgandim. Chunki o'sha mavjudotning yuzini ko'rib bo'lmasdi. Har safar qaraganingda boshqa shaklga kirardi. Bir lahza qariya, keyingi lahza bola, keyin esa butunlay begona mavjudot. Va uning ovozi yangradi. Ovoz emas, millionlab ovozlarning birlashmasi. Nihoyat, biz seni topdik. Bu so'zlar menga qaratilgandi. Yuragim muzlab ketdi. Ular meni qidirayotgan edi. Maxluq g'azab bilan oldinga chiqdi. Unga tegmaysan. Shu zahoti butun majmua silkinib ketdi. Ikki mavjudotning kuchi to'qnashgandi. Havo yirtilayotgandek ovoz chiqdi. Beton changga aylandi. Metal erib ketdi. Men Nilufarni himoya qilish uchun oldinga otilganimni ham sezmay qoldim. Ammo keyingi soniyada kutilmagan narsa yuz berdi. Nur ichidagi mavjudot menga tikildi. Va men uning ichida nimanidir ko'rdim. Juda tanish narsani. Shunday narsaki, uni ko'rgan zahoti tanam bo'ylab muz yugurgandek bo'ldi. Chunki o'sha mavjudotning markazida, uning cheksiz shakllari orasida mening yuzim bor edi. Aynan mening yuzim. Va shu lahzada dahshatli haqiqat ongimga urildi. Narigi tomondan kelayotgan mavjudot begona emas edi. U mening bir qismim edi. Balki haqiqiy men edi. Inson ba'zan ko'zguga qarab o'zini tanidim deb o'ylaydi. Ammo agar bir kun kelib ko'zgu ichidan senga mutlaqo boshqa haqiqat tikilsa-chi? Agar u yerda ko'rgan yuzing sening emas, balki aslida sen o'zing o'sha yuzning nusxasi bo'lib chiqsa-chi? O'sha lahzada men aynan shunday dahshatni his qildim. Nur ichida turgan mavjudotning markazida mening yuzim ko'rinardi. Yo'q. Bu oddiy o'xshashlik emas edi. Bu aynan men edim.
Har bir chiziq, har bir nigoh, hatto ko'zlaridagi o'sha bolalikdan beri o'zim bilgan g'amgin ifoda ham bir xil edi. Yuragim qattiq urardi. Nafasim bo'g'zimga tiqilib qolgandi. Nilufar nimadir deb baqirayotgandi. Timur menga qarab yugurayotgandi. Ammo ularning ovozi go'yo suv ostidan eshitilayotgandek uzoq edi. Chunki mening butun ongim bitta savol bilan band edi. Men kimman? Nur ichidagi mavjudot esa jilmaydi. Bu tabassum mehribon ham emas, yovuz ham emas edi. U juda qadimiy edi. Shunchalik qadimiyki, unda vaqtning o'zi charchab qolgan edi. Nihoyat, dedi u. Nihoyat yana uchrashdik. Mening tizzalarim bo'shashib ketdi. Biz tanishmizmi? Mavjudotning atrofidagi nur to'lqinlanib ketdi. Tanishmizmi? U kulgandek bo'ldi. Sen shu savolni har safar berasan. Har bir siklda, har bir dunyoda, har bir qayta tug'ilishda. Maxluq oldinga chiqdi. Yetar. Uning ovozi momaqaldiroqdek yangradi. Unga yaqinlashma. Nur ichidagi mavjudot unga qaradi. Va bir lahza ichida butun zal qorong'ulashib ketdi. Men nima sodir bo'lganini tushunishga ulgurmadim. Faqat maxluq bir necha 100 metr ortga uloqtirilganini ko'rdim. U beton devorni teshib o'tib ketdi. Bir soniya ichida minglab yillar davomida insoniyatni yo'q qilib kelgan mavjudot mag'lub bo'lgandek ko'rindi. Nilufar dahshatdan qotib qoldi. Timur esa pichirladi. Bu narsa nima o'zi? Men esa javobni ichimda his qilardim. Chunki xotiralar yana qayta ochila boshlagandi. Endi ular parcha-parcha emas edi. Hammasi bitta oqimga aylangandi. Men ko'rdim. Juda qadim zamonlarni ko'rdim. Hali galaktikalar shakllanmagan vaqtlarni. Hali yulduzlar tug'ilmagan davrlarni. Va o'sha cheksiz bo'shliqda faqat ikkita ong mavjud edi. Bittasi yaratishni istardi. Ikkinchisi saqlashni. Bittasi cheksiz imkoniyatlarni xohlardi. Ikkinchisi esa tartibni. Ular millionlab asrlar davomida birga mavjud bo'lishdi. Keyin esa qarashlari to'qnashdi va urush boshlandi. Shunday urushki, uning yonida barcha inson urushlari oddiy bolalar janjalidek tuyulardi. Koinotlar tug'ildi. Koinotlar parchalanib ketdi. Vaqtning o'zi yorilib ketdi. Nihoyat ulardan biri yutqazdi va bo'laklarga ajratildi. Men ko'rgan manzara yuragimni muzlatdi. Chunki yutqazgan mavjudot men edim. Yo'q. Aniqrog'i, mening asl shaklim edi. Men qaltirab ketdim. Nur ichidagi mavjudot boshini qiya qildi. Esladingmi? Men javob bera olmadim. Chunki endi hammasi joyiga tushayotgandi. Men oddiy inson emasdim. Men tanlangan qahramon ham emasdim. Men qamoqdagi mavjudotning bo'lagi edim. Mening ruhim uning parchalaridan biri edi. Va nafaqat men. Butun insoniyat shunday edi. Bu haqiqat miyamga urilganda ko'zlarim qorong'ulashib ketdi. Demak, dedim zo'rg'a. Bizning hammamiz uning bo'laklarimiz. Ha, dedi mavjudot. Sizlar mening unutilgan xotiralarimsiz. Mening parchalangan ongimsiz. Mening yo'qotilgan qismlarimsiz. Nilufar ortga chekindi. Yo'q. Bu mumkin emas. Mavjudot unga mehr bilan qaradi. Sizlar mustaqil yashashni o'rgandingizlar. O'z tarixingizni yaratdingizlar. O'z sevgingizni, o'z azobingizni. Lekin manba baribir bir edi. Shu payt vayronalar orasidan maxluq qaytib chiqdi. Uning tanasi jarohatlangan edi. Birinchi marta men uni zaif holda ko'rdim. U menga qaradi. Ko'zlarida iltijo bor edi. Arslon, uni tinglama. Men boshimni ushladim. Endi qaysi biri yolg'on gapirayotganini bilmasdim. Nur ichidagi mavjudot bir qadam oldinga yurdi. Men seni ozod qilgani keldim. Maxluq darhol baqirdi. U seni yo'q qilgani kelgan. Men esa ularning orasida qolgandim. Ikki tomon ham o'zini haqli deb aytardi.
Ikki tomon ham minglab dalillarga ega edi. Ammo ulardan biri yolg'onchi edi. Va agar noto'g'ri tanlov qilsam, nafaqat yer, balki butun mavjudlik yo'q bo'lishi mumkin edi. Shu lahzada kutilmagan narsa yuz berdi. Nilufar oldinga chiqdi. Hamma jim bo'lib qoldi. U asta menga yaqinlashdi. Keyin qo'limni ushladi. Uning qo'llari titrardi. Ammo ko'zlari qat'iy edi. "Arslon", dedi u sekin. "Men sening kimligingni bilmayman. Sen qayerdan kelganingni ham bilmayman. Lekin bitta narsani bilaman. Men seni taniyman. Sen odamlarni qutqarish uchun o'zingni qurbon qiladigan odamsan. Sen yolg'on uchun yashamaysan." Bu oddiy gap edi. Lekin yuragimga kuchli zarba berdi. Chunki minglab xotiralar ichida men unutgan bir narsani esladim. Inson bo'lish nimani anglatishini. Do'stlikni, muhabbatni, fidoyilikni. Aynan shu narsalar meni boshqa mavjudotlardan ajratib turardi. Men asta boshimni ko'tardim. Va o'sha lahzada nihoyat qaror qabul qildim. Qarorimni eshitgan zahoti esa nafaqat maxluqning, balki nur ichidagi mavjudotning ham yuzi o'zgardi. Chunki men tanlagan yo'l ularning hech biri kutmagan yo'l edi. Va aynan shu qaror minglab yillik siklni butunlay sindirishi mumkin edi. Ba'zan eng buyuk g'alaba ikki tomondan birini tanlashda emas, balki ikkalasi ham ko'rmayotgan uchinchi yo'lni topishda yashirin bo'ladi. Men Nilufarning qo'lini his qilardim. Uning kaftlari titrardi. Ammo o'sha titroq ichida g'ayrioddiy ishonch bor edi. Minglab yillik xotiralar, son sanoqsiz urushlar, cheksiz sikllar orasida yo'qolib ketgan bir haqiqat birdan yuragimda uyg'ondi. Men endi faqat o'tmishning bo'lagi emasdim. Men faqat qamoqdagi mavjudotning parchasi ham emasdim. Men inson edim. Va aynan shu narsa hamma hisob-kitoblarni buzib yuborardi. Nur ichidagi mavjudot menga tikildi. Uning atrofidagi yorug'lik to'lqinlanardi. Xuddi sabri tugayotgan okeandek. "Xo'sh", dedi u. "Qaroring qanday?" Maxluq ham jim turardi. Uning oltinrang ko'zlari mendan uzilmasdi. U ham javob kutardi. Men chuqur nafas oldim. "Ikkalangiz ham adashyapsizlar." Bir lahzaga butun zal muzlab qolgandek bo'ldi. Nur ichidagi mavjudotning nigohi o'tkirlashdi. Maxluq esa qoshlarini chimirdi. Men davom etdim. "Sen", dedim nur ichidagi mavjudotga qarab. "Ozodlik haqida gapiryapsan. Lekin ozodlik degani hamma narsani o'zingga qaytarish emas. Agar insoniyatni o'zingning bo'laklaring deb hisoblasang, unda sen bizning tanlov huquqimizni inkor qilyapsan." Keyin maxluqqa qaradim. "Sen esa himoya haqida gapiryapsan. Lekin himoya degani qafas qurish emas. Minglab dunyolarni yo'q qilish orqali hech kimni qutqara olmaysan." Ikkisi ham jim qoldi. Chunki birinchi marta kimdir ularga qarshi emas, balki ularning fikrlariga qarshi chiqayotgandi. Nur ichidagi mavjudot asta jilmaydi. "Qiziq." Maxluq esa boshini quyi soldi. Men davom etdim. "Siz millionlab yillar davomida urushgansiz. Biringiz cheksiz erkinlikni xohladingiz. Ikkinchingiz cheksiz tartibni. Va natijada koinotning o'zi azob chekdi." Shu payt yana signal yangradi. Bu safar yanada kuchliroq. Majmuaning tubidan qora yoriqlar ko'tarila boshladi. Havo sovib ketdi. Devorlar ustida noma'lum belgilar paydo bo'ldi. Va birdan xotiralarim orasida ilgari yashirin qolgan manzara ochildi. Men hayratdan qotib qoldim. Yo'q, bu mumkin emasdi. Chunki men butun vaqt davomida eng muhim narsani ko'rmay kelgan ekanman. Urush ikki mavjudot o'rtasida bo'lmagan. Uchinchi kuch ham mavjud edi. Juda uzoqdan, vaqtning narigi tomonidan. Ularning urushini kuzatib turgan yana bir narsa bor edi. Va aynan o'sha kuch ikkisini ham aldab kelgandi. Ko'zlarim kattalashib ketdi. Nur ichidagi mavjudot darhol buni sezdi. "Nimani ko'rding?" Men javob bera olmadim. Chunki shu zahoti zal markazidagi yoriq yorilib ketdi. Qop-qora bo'shliq ochildi.
U yerda yorug'lik yo'q edi. Tovush yo'q edi. Hatto vaqt ham yo'q edi. Va bo'shliq ichidan bir qo'l chiqdi. Oddiy qo'l. Inson qo'liga o'xshash. Ammo unga qarashning o'zi yurakni muzlatardi. Maxluqning yuzi oqarib ketdi. Men esa birinchi marta uning ko'zlarida haqiqiy dahshatni ko'rdim. Bu qo'rquv mag'lubiyatdan emas edi. Bu qo'rquv o'limdan ham emas edi. Bu undan ham qadimiyroq narsadan kelayotgandi. Qora bo'shliq ichidan chiqayotgan o'sha qo'l asta-sekin oldinga cho'zildi. Va uning barmoqlari havoga tegishi bilan atrofdagi fazo yorila boshladi. Metal devorlar qog'ozdek burishib ketdi. Chiroqlarning nuri egilib qoldi. Hatto tovushlarning o'zi ham buzilayotgandek tuyulardi. Nilufar quloqlarini berkitib tiz cho'kdi. Timur nafasi qisilib devorga suyanib qoldi. Nur ichidagi mavjudot esa bir qadam ortga chekindi. Men bunga ishonolmay qoldim. Chunki bir necha daqiqa oldin yengilmasdek ko'ringan mavjudot ham endi xavotir ichida edi. Demak, bu narsa ulardan ham kuchli edi. Demak, bu narsa ular qo'rqadigan yagona mavjudot edi. Qo'l ortidan asta-sekin siluet ko'rina boshladi. Avval yelka, keyin bosh, keyin esa butun gavda. Ammo uni aniq ko'rib bo'lmasdi. Har safar qaraganingda shakli o'zgarardi. Go'yo ong uni tasvirlashga qodir emasdi. Men esa ichimda allaqachon javob paydo bo'layotganini his qilardim. Bu mavjudot yaratuvchi ham emas edi. Qo'riqchi ham emas edi. Bu ikkisidan ham oldin mavjud bo'lgan nimadir edi. Ularning urushidan oziqlangan nimadir edi. Va eng dahshatlisi, u aynan shuni kutgan edi. Millionlab yillar davomida kutgan edi. Mavjudotning ovozi yangradi. Ammo bu ovoz quloqlar bilan eshitilmasdi. U to'g'ridan to'g'ri onga kirardi. Nihoyat, dedi u. Nihoyat eshik to'liq ochildi. Shu zahoti nur ichidagi mavjudot oldinga chiqdi. Yo'q, bu mumkin emas. Seni qamab qo'yishgandi. Qora mavjudot sekin boshini burdi va kulgandek bo'ldi. Qamab qo'yishdimi? Yo'q. Men hech qachon qamalgan emasman. Men kutganman. Xolos. Maxluq g'azab bilan baqirdi. Yolg'on. Biz seni to'xtatganmiz. Qora mavjudot yana kuldi. Siz meni to'xtatmagan edingiz. Sizlar mening rejamning bir qismiga aylangansizlar. Bu gap hammamizni larzaga soldi. Men yuragimning muzlab ketganini his qildim. Chunki birdan xotiralarim orasidagi bo'sh joylar to'la boshladi. Endi hammasi aniq ko'rinardi. Yaratuvchi va qo'riqchi millionlab yillar urushgan. Har safar koinotlar parchalanib qayta tug'ilgan. Har safar yangi dunyolar yaratilgan. Har safar milliardlab jonlar qurbon bo'lgan. Va bu urush davom etgan sari qora mavjudot kuch yig'ib borgan. U nafratdan oziqlangan. Qo'rquvdan oziqlangan. Umidsizlikdan oziqlangan. Butun mavjudlik azobidan oziqlangan. Asl dushman u edi. Har doim u bo'lgan. Nur ichidagi mavjudot dahshat bilan pichirladi. Demak, sen boshidan beri. Ha, dedi qora mavjudot. Men boshidan beri shu yerda edim. Men birinchi qo'rquv paydo bo'lganida tug'ilganman. Men birinchi nafrat yaratilganda kuch olganman. Men sizlarning urushingiz bilan ulg'ayganman. Va endi nihoyat yetildim. Shu zahoti uning tanasidan qora to'lqin tarqaldi. To'lqin majmua bo'ylab yugurdi. Devorlar parchalanib ketdi. Ustunlar changga aylandi. Yer yorildi. Osmon ko'rinib qoldi. Yo'q. Bu osmon emas edi. Bu yulduzlar orasidagi cheksiz bo'shliq edi. Go'yo butun sayyora mavjudlik qatlamidan uzilib chiqayotgandek edi. Nilufar qo'limni mahkam ushladi. Uning ko'zlarida yosh bor edi. Arslon, endi nima qilamiz? Men javob bera olmadim. Chunki birinchi marta men ham qo'rqayotgandim. Ammo o'sha lahzada ichimda nimadir uyg'ondi. Juda uzoq vaqtdan beri uxlab yotgan nimadir. Yaratuvchining xotiralari, qo'riqchining tajribalari, insoniyatning umidlari.
Hammasi bir nuqtada birlashayotgandi. Va birdan tushundim. Qora mavjudotni na kuch bilan yengib bo'lardi, na qamoqqa tashlash bilan. Chunki u tashqi dushman emas edi. U har bir mavjudot ichidagi qorong'ulikdan tug'ilgan edi. Uni yo'q qilish uchun esa avval uning manbasini yo'q qilish kerak edi. Men sekin Nilufarning qo'lini siqdim. Keyin Timurning yelkasiga qaradim. So'ng yaratuvchi va qo'riqchiga yuzlandim. Nihoyat javobni topdim, dedim sekin. Qora mavjudotning tabassumi yo'qoldi. Birinchi marta uning nigohida bezoftalik paydo bo'ldi. Men esa asta oldinga qadam tashladim. Chunki endi urushning yakuniy bosqichi boshlanayotgan edi. Va bu safar taqdir na qadimiy mavjudotlar, na yulduzlar, na koinotlar qo'lida edi. Bu safar hamma narsa bitta insonning tanloviga bog'liq edi. Ba'zan butun olamning taqdiri eng kuchli mavjudotning qo'lida emas, eng oddiy yurak ichida yashiringan bitta qarorga bog'liq bo'ladi. Men qora mavjudotga qarab turardim. U esa menga tikilgancha qimirlamasdi. Atrofimizdagi fazo parchalanishda davom etardi. Uzoqda yulduzlar o'chayotgandek ko'rinardi. Yer osti majmuasining qoldiqlari havoda muallaq osilib qolgan edi. Vaqtning o'zi buzilib ketayotgandek tuyulardi. Ba'zi bo'laklar sekin harakatlanardi. Ba'zilari esa bir soniyada 100 yil qarigandek yemirilib borardi. Nilufar va Timur ortimda turishardi. Ularning qo'rquvini his qilardim. Lekin shu bilan birga ular menga ishonayotganini ham sezardim. Aynan shu ishonch ichimdagi so'nggi shubhalarni yo'q qildi. Qora mavjudot sekin jilmaydi. Nihoyat tushundingmi? Dedi u. Men boshimni qimirlatdim. Ha, endi seni tushundim. Sen na mavjudotsan, na xudo, na qadimiy kuch. Sen faqat tanlovlarning soyasisan. Sen har bir qalb ichidagi qorong'ilikdan yaratilgansan. Shu zahoti uning tabassumi biroz yo'qoldi. Demak sezibsan. Men davom etdim. Seni yo'q qilishning iloji yo'q. Chunki sen alohida mavjud emassan. Sen har birimizning ichimizda yashaysan. Nafratda, ochko'zlikda, qo'rquvda, xiyonatda. Qora mavjudot indamadi. Lekin uning atrofidagi bo'shliq bezovta to'lqinlana boshladi. Men esa nihoyat hammasini tushungandim. Yaratuvchi uni yo'q qila olmagan. Qo'riqchi ham uni to'xtata olmagan. Chunki ikkalasi ham tashqaridagi dushmanga qarshi kurashgan. Holbuki dushman ichkarida edi. Har bir mavjudotning qalbida edi. Qora mavjudotning ovozi yana yangradi. Va sen nima qilmoqchisan? Insoniyatdagi barcha qorong'ilikni yo'qotmoqchimisan? Men asta jilmaydim. Yo'q. Chunki bu imkonsiz. Bir lahzaga u hayratlandi. Men davom etdim. Qorong'ilik bo'lmasa yorug'likning qadri bilinmaydi. Qo'rquv bo'lmasa jasoratning ma'nosi qolmaydi. Muhimi qorong'ilikni yo'q qilish emas, uni boshqarishni o'rganish. Shu zahoti ichimdagi barcha xotiralar birlashdi. Minglab hayotlar, millionlab tajribalar, son sanoqsiz yo'qotishlar va g'alabalar bitta haqiqatga aylandi. Insoniyatning kuchi mukammallikda emas edi. Insoniyatning kuchi xato qilishiga qaramay oldinga yurishida edi. Qora mavjudot birinchi marta ortga qadam tashladi. Yo'q, dedi u sekin. Men uning ovozida xavotirni his qildim. Chunki u nimani anglaganimni tushunib bo'lgandi. Men qo'llarimni ikki tomonga yoydim. Yaratuvchi va qo'riqchi tomon qaradim. Siz millionlab yillar urushdingiz. Endi bas. Nur ichidagi mavjudot menga tikildi. Qo'riqchi esa jim turardi. Men ularga yaqinlashdim. Siz ikkalangiz bir-biringizni dushman deb bildingiz. Aslida esa bir-biringizsiz mavjud bo'la olmaysiz. Erkinlik tartibsiz yashay olmaydi. Tartib esa erkinliksiz ma'nosiz. Shu lahzada kutilmagan narsa yuz berdi. Yaratuvchining tanasidan chiqqan nur va qo'riqchining oltin energiyasi asta-sekin bir-biriga tortila boshladi. Avval kichik uchqunlar paydo bo'ldi. Keyin yorug'lik oqimlari birlashdi. Butun bo'shliq titrab ketdi. Qora mavjudot birdan g'azab bilan baqirdi.
To'xtat buni. Men ilk marta uning qo'rqayotganini ko'rdim. Chunki u bilar edi. Agar bu ikki kuch birlashsa, millionlab yillik urush nihoyasiga yetardi. Va u oziqlanadigan nafrat manbai qurib qolardi. Men ko'zlarimni yumdim. Nilufarning ovozi eshitildi. Arslon. Timur ham pichirladi. Biz sen bilanmiz. Shu so'zlar yuragimni to'ldirib yubordi. Men endi yolg'iz emasdim. Hech qachon yolg'iz bo'lmagan ekanman. Shu zahoti tanam ichidan ulkan energiya otilib chiqdi. Oqartiruvchi yorug'lik butun bo'shliqni qopladi. Yulduzlar qayta yonishni boshladi. Parchalanayotgan fazo tiklana boshladi. Qora mavjudot esa dahshat bilan ortga chekinardi. Yo'q. Bu mumkin emas. Sizlar doim urushardingiz. Doim. Men ko'zlarimni ochdim va qat'iy ovozda javob berdim. Bugun emas. Bu safar emas. Chunki bu safar biz qo'rquvni tanlamaymiz. Nafratni tanlamaymiz. Shu ondayoq yaratuvchi va qo'riqchining kuchlari bir nuqtada tutashdi. Va koinot tug'ilgan kundan beri eshitilmagan nur portlashi yuz berdi. Qora mavjudotning qichqirig'i butun mavjudlik bo'ylab aks sado berdi. Uning tanasi parchalanishni boshladi. Lekin eng qiziq tomoni shunda ediki, u o'layotgani uchun emas. Unga endi hech kim oziq bermayotgani uchun yo'qolayotgan edi. U so'nggi marta menga qaradi. Uning nigohida g'azab yo'q edi. Faqat bo'shliq bor edi. Keyin u asta-sekin changga aylandi va shamoldagi tutundek g'oyib bo'ldi. Sukunat cho'kdi. Uzoq davom etgan. Juda uzoq davom etgan sukunat. Keyin esa men bir narsani his qildim. Quyosh nurini, oddiy shamolni, yer hidini. Men asta ko'zlarimni ochdim. Biz yana yerda edik. Osmon moviy edi. Qushlarning ovozi eshitilardi. Nilufar yonimda yig'lab kulardi. Timur esa uzoqqa qarab jim turardi. Yaratuvchi ham, qo'riqchi ham yo'q edi. Ular ketgandi. Balki birlashgandi. Balki butunlay boshqa narsaga aylangandi. Men buni bilmasdim. Lekin bir narsani aniq bilardim. Sikl tugagan edi. Minglab yillik qamoq tugagan edi. Insoniyat nihoyat o'z taqdirini o'zi yozadigan davr boshlangandi. Men osmonga qaradim va ilk marta yuragimda mutlaq xotirjamlikni his qildim. Ammo aynan o'sha lahzada uzoq yulduzlar orasida ko'z ilg'amas darajada kichik bir qora nuqta paydo bo'ldi. Va negadir yuragim yana bezovta urib ketdi. Chunki har qanday yakun aslida yangi hikoyaning boshlanishi bo'lishi mumkin edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.